Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi suhbat programmamiz Salim Pashadagi Uyg'ur mahallasi va jinsiy parokanchilik voqeasi haqida Habibulloh Ko'san apandim bilan bo'ladi. Assalomu alaykum Habibulloh Ko'san apandim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga nahmadan qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ekranga xush keldingiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Siz mi yaxshidingizmi? Boshqa ko'rman qarindoshlar hammanglarga salom bo'lsin. Sizga ham shu ba'zi datmadlarning dardini anlatib, millat, vatan uchun qilayotgan xizmat uchun rahmat. Rahmat. Endi sizningki bu ekranga tunji qatim chiqishlari sizni ko'p odamlar tunuydi. Diasporada sizlarni uzun muddat diaspora o'qitishdan shug'ullanayotgan, diniy tabliğdan shug'ullanayotgan bir Uyg'urlar uchun ko'z ko'rilgan bir odam. Oldi bilan Uyg'ur choyxonasiga bo'lgan tunji qatim bir kalla bo'lsa o'zlari haqida bir qisqacha bir uyushtirayotgan bo'lgan bo'lsalar. Nima o'zligidan telefon ko'tarolmadimi? O'zligidan medrab ketib bordi. Bir ana shu. Benim ismim Habibulloh Ko'sani. Ben o'zim Kuchadan 1974 tug'ilgan. Ben kichigimdan tortib shu madrasalarda o'qib, taxminan 18 yoshgacha shu vatanda madrasalarda oxunimlarda o'qigan. Keyin 1994-yili Pokistonga chiqib chet el hayotini boshladim. Chet elde şu Suriye'de, Yemen'de, Katar'da, Pakistan'da o'qigan bo'ldim. Meningki axir o'qigan kasbim Qur'on hadisdagi tabiiy fanlarga oid oyatlarni tadqiq qilish kasbida o'qidim. Shuningda ijozat oldim. 2001'da vatan qaytib kelib, 3 oy turmudi yetayotgandan keyin vatanda Sada til tarbiyalash markazi deb bir maktab ochgan bo'ldim. U yerdan bir 3 ming bolalarni o'qitgan bo'ldik. 2007-yilgacha davomlashdi. Shunda qilib 2001dan 2009-yillik shu 7-oyning 5-idagi Urumchi qirg'inchiligi bo'g'uchilik shu yerda turdim. Urumchi qirg'inchiligi bo'lib 3 oydan keyin shunga yana qayta chet elga ketgan bo'ldim. 2010'da chet elga chiqib Suriyada 2 yil yashadim. 2012'den hazırlaşılık Türkiye'de yaşadım. Rahmat. Endi bugungi bu suhbatda programmamiz bir qadar nozik bir bo'lib qoldi. Chunki shu Salim Pashadagi mahalla haqida bir suhbat qilishni bizning O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bek talab qilganchu. Bu bizniki bu O'rta Osiyoda mayli O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'lsin, Uyg'urlar to'plashib o'tirishgan mahalla bor. Uyg'ur maktablari bor. Bu Yevropalardami, Turkiyalardami shuncha Uyg'urlar bor deb anglaymiz. Oshiyalarda bir maktablar yo'qmi, Uyg'ur mahallalar yo'qmi? Bo'p qolsa, shunday yerni bir ziyorat qilsanglar, shu qurg'uchi, shu mahallada barliq keltirguchi, shu maktab ochganlarni bir suhbat taklif qilsanglar, bizmi bu Yevropada, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarniki mushtaq bir faoliyatlarini bir ko'rsak deb taklif qilganlik uchun, talab qilganlik uchun bu to'g'ri bir suhbat qildi deb tayyor bo'lsak, andan bu Salim Pashadagi bu jinsiy parokanchilik voqeasi chiqdi. Bu voqea chiqqandan nurg'un qarindoshlar mushaqini bir suhbat qilmamsan deb jiqnim qilib boqdi. Bu vaqtda yana Habibulloh Ko'san apandim bilan paranglashdik, suhbat qilayli desak, yo'q qilyapti. Suhbatning birimiz tugsin, tushgandan bir programma qilayli, biroqlarki bo'lmasa bu yerda jangchilar olib ketib bu masala texnik murakkablashib ketmasin dedi. Ham boshqa qarindoshlar shuni tavsiya qildi. Shu so'tni saqlanglar deb. Şuңашqa bugungi asosli masala Salim Pashad Uyg'ur mahallasi o'qitish maktabi haqida, uning keyindan jinsiy parokanchilik haqida emas, hargizmi bir tarafni oqlash, yana bir tarafni qoralash emas, tema eng avval shu Uyg'ur mahallasi haqida bo'ladi. Unda o'qib qolsa, bizniki bugungi bu suhbat programmamizga eng beshida Salim Pashadagi Uyg'ur mahallasi men bu berib bakmadım Salim Paşa hozirgacha Turkiyaga borib ham o'tirib o'tish fursatlarim ham bo'lmabdi. Hamma nima qilmabdi men.
Yani bu Selim Paşa'daki Uygur mahallesi diasporadaki bir kadar Uygurlar köprek ultraqlaşkan, hukuk bilen bir gavdleşken bir Uygur mahallesi dep muşta bilip kelyapmiz hamda. Şuңa bu mahalleniki qurilishi qandaylar bu Selim Paşa'da bu Uygur mahallesi barliq keldi. Bu haqida bir tafsilroq bir tushuncha olgan bo'lsa, xo'sh. Buludu. Bu men 2012 Türkiye'ye kelip 2 yıl Zeytinburnu'nda yaşadım. Asli maqsadim Türkiye nüfusunu edip vatan qaytmoqchi. Men şu vatan ketime. Vatanda bir ish qilma, hamda amal bor bir so'lab qo'ysimi? Qo'yib berganda bir ish qilaman deb burundan men shu chet elda bir ish qilishning tas, chet elda qilib bo'lmaydi deb o'zimning tajribamga asosan vatanda bir ish qilish niyati bilan men chet elga ma'lum bir ishlar bilan chiqqan. Shuning bilan sizning xabarlar va vatandagi vaziyat kundan kuniga nacharlashgandan keyin vatandagi qarindoshlar, do'stlar bir kirmaydigan bo'lsalar dedi. Shuning bilan ma'lum vaqt saqlab baqsaq faqat vatan kirishining mumkin bo'lmaydiganligini his qilgandan keyin biz keyin bir dars telefonda dars so'zlab vatanga yo'llagan bo'ldik. Shu jarayonda mening bir yaqin qiyomatlik bir qarindishim bor, Abdug'ani Ajim, ya'ni Abdug'ani Ajim Qutubiy deb qo'yamiz. O'sha Ibn Kasir islomiy asarlardan 60 kitobni tarjim qilgan, Uyg'ur tarjim markazida bir tarjima qilgan qarindishimiz Batı. Ben Suriye'ye 2010'da çıkan vaqtda bu qarindishimiz Türkiye'ye ketdi. Men Türkiye'ye verip mektep qilsam bo'ldi deb. Ha deb qarindishimni uzatib qo'ydim. Ben 2013'ga kelsam, o qarindishim yana shu mektep selish plani bilan bo'libdi. Shuning bilan biz men qatilgan bo'ldim. Qatilib biz İstanbul'un etrafını aylanishga boshladik. Eng munosib bir o'rinni topayli deb. Hozirgi biz turayotgan Selim Paşa'ni ko'rdik. Asli biz 2012'de hazırki İstanbul Yeni Aydurum Arnavutköy dep qo'ydik. Şu yerden 1500 metre yani 200 ming dollarga setib aldık. Mektebni şu yerga salayli edi. Şu jarayonda yani setib olib xaritalarni sizdirib qilish jarayonida bazı yaqin do'stlarimiz bizga bu biri olgan yeringlar kichikkan, ikkinchisi bu sizlar shu chaqda kallamizda Uyg'ur mahallasi qilish boti. Bu nayt o'ydo'ng'ur bir ekan. Meyxaqlar uy ijaralasa bu dağchilik köp ekan, ijaraldan uy yo'q ekan. Shuni bir azroq cho'ng yani ko'rsanglar, biz ha hu desak, sizlar bir kuchab cho'ngroq ya elanglar degan biz ma'qul deb shuni bilan Aralıkta 2014 keldik. 2014-yili 4-oyda Selim Paşa'daki bu 5000 metre yani 850 ming dollarga setib oldik. Bu biz chiqqan vaqtida bu ya jin sahrondi. Bu biz chiqqan hozir bizning maktabning o'rni endi bir masjid va atrofda hech qanday bir bino yo'q endi. Biz o chaqda shunda qilishimizlik maqsad, ya'ni Uyg'urlar misha kelsa, ya setib olsa, ondan keyin biz amash maktabning sal bir 200-300 metr nerisida bir yerda bir 450 oilalik o'ltiraq rayoni bor ekanda. Qarsak uyning ijolari azon. Shunlar mishani tanlab 2014 ayda aldık. 2015 maktabning qurilishini boshladik. Uning oldida biz mening uyimdan boshlagan maktabnandi. Biz bu Selim Paşa'ga dastlabda 2014 6-oyning 20'si 3 oila chiqdik. 3 oila chiqdik. Shundan bir ikki oy o'tmaydan bu oila 15 ga yetdi. Shundan bizni uyni maktab qilib boshladik. Suriyadan bir nayt yaxshi Qur'on o'qituvchisi bor edi. Yani Peygamber Aleyhisselam'a 28. evlat kolda bir nimesi var. Yani şu ustaz olan Peygamber Aleyhisselam'dan aralıkta 28 evlat vardı. Aşındak bir icazeti var bir ustazına ekilip o ustaz Kur'an dersi verdi. Biz ana tel onu ders verip şu 2015 6. ayının ikisi bizim mektep kuruluşunu başladık. Bu mektep 2016'da 40 ailelik rahat qurostab bir binoni selishga boshladik. Ya'ni Uyg'ur mahallasi qilish niyatimiz bo'lganlikdan 40 oila bo'lsin bir qilaylik deb. Shundan maktabmi, u qurumi 2017da bitdi endi. Shuni bilan u yerga 40 oila o'rinlashib, o'ltadik. Ungacha bir Uyg'urlarmi kelib 2 bino Uyg'urlar setib oldi. Anandan keyin parcha uy setib olganlar bo'ldi.
bir 100 aileden aşağı vaqtida bu yerda bir masala ko'rildi. U bo'lsa-mu ish masalasi. Hamda chunki masal sara bo'lgandan keyin ish topmoq tas. Anda bo'lgan men chiqib ba'zi oilalar biz bu yerni bak yaxshi ko'rgan. Ammo biz ma ish topolmadik deb ko'chishga yana qayta Selim Pashadan Sapaköy, ya'ni shahar markaziga ko'chishga boshladi. Shundan biz bu xalqqa bir ish topamisak bo'lmaydi ekan deb bir atölye ochgan bo'ldik, ya'ni tikimchilik korxonasi. Birinchi qatam ochgan vaqtida ziyon topdik, biz qilolmadik. Şoňlan ikinci qatim bir muş atölye qilyotgan odamlarni tepib açdyk. Şunda qilib bu maktabmi yaxshi mangdi. O 40 oylikning ostiga 2 yerga kiyim tikish, ya'ni tikimchilik korxonasi açdyk. İş masalasimi hal bo'ldi. Muşu jarayonda 2021 ay atrofida bizga Kanadadan bir tashkilotning odamlari keldi. Kelib bir yerda tamoq to'lab qoldik ular bilan. Tamoq to'lab qilib biz ular bilan palanlash jarayonida mushu un taqtidigan, guruch taqtidigan, may taqtidigan, ondan keyin oyda $50, $100 pul urdigan ishlarni biz tanqidladik endi. Şuna üzdün sordum. Siz ötken yıl neç yetim balığı pul verdinler desem 200 yetim balığı pul verdik deydi. Bir yıl tızınat kadem yetim kança desem 400 deydi. Kiler yıl 800 oldu. Sizden bu kılıvatkan işinlarını Uygurlarını kembegallikle başlaydı. Çünkü siz bergen nesli aşkanmaydı ama kusuk doymaydı. Şundak kılıp sizin işinlar Uygurlarını işsiz kıldığını, hurun kıldığını, vatanda Xitayla dibopul dep üzgü casusluq işletti dedi. Bu toğra emas. Dep biz gaplaşıp şoňlan biz mana maşında kıldık. Sil qanday qilamiz dedi. Biz mana manda qildik. Bu yerda maktabimiz var. Bu yerda uyimiz var. Bu yerdagi uyda o'ltirganlar nayda azan ijara uyda o'ltirdi. Cho'ng erlar atrofdagi zavodlarda u yerda ishlaydi. Ayollar past kelib atölyada ishlaydi. Bolalar maktabda o'qiydi. Manda qanday bular va buldig'ashga, rasmasini gapini to'g'ri ekan. Unda bo'lsa bizda $1 million var. Sizlarga bir mushunga tushliq bir bino aytib beraylik dedi. Hadab şu rahat hazır siz ko'rsatgan şu resimdeki rahat quruvchi şu. Şu quruning oldida bir 14 oylik bir bino bor. Şu bunu aprelda hadab qilsak, buni $1,450,000 deb turib oldi. Ular dedi biz sizlarga atgan $1 million bor dedi. Şondan u yer turib, men rahat quruvchini oldiq keldik. Rahat quruvchini oldiq kelib, "Ma qanday bir masala" deganda, "Men rahat quruvchi, biz o'zimiz sog'an, andamanda" degandan keyin şoňan bular "Voy, siz salalaydı ekansizlar-go, sap baqsaq qanday boldu" deganda, "Ma bizningki şu vatanda qurilish, binokorlik şirkati nemisda texnikasida o'qigan bir qarindoshimiz bor. Mana rahatni sog'an, ya'ni rahat qilganda qarindoshimiz bor. O qarindoshimiz buldu deb birdamlar hisob chiqarib, agar sizlar 2 million atrofida $2 million bersanglar, men 64 uy sepsizlarga o'tkazalayman dedi. Şoňan men hayran kaldım. Şoňlan chatga tartib, "Hacıko, bu qayda gap, bu qanday qilib bu 16 öýni $1,400,000 dawasa, 64 öýni $2 million turiblar" desem dediken, "Ma adamlar o Kanadadan jiroq yerdan kepdi. Ana muşlar bizga mushundaq pulni berimiz deb kelsa, men azaraq chiqirib edim. Putmay qolsa siz öýni satalar, men öýni sataman. Şundan putkizitimiz hacıka dedi. Bo'ladi, agar unda vas qilitayli" degan boldik. Şoňa ular qiziqib qoldi zade. "Voy, rost puturalamsa" deb. Puturimiz degankin, yana qanday qilsa degankin, "Ya biz mush Uyg'ur ilm ma'rifat vaqti ya masalasini hal qilmaymiz" dedik. Chunki abiyasizlarga men bir narsani dedim. Şu 2012da Arnavutkoy hozirgi yangi aydirimni yendan $200,000 bir ya ag'an dedim ya. Bu ya bahas o'sa buni $800,000 satgan biz. $200,000 $800,000 satgan to'q. Şoňlan pul qulumizda bo'lgandan keyin yana epkitimizgo degan plan bilan şoňlar biz ya bor dedik, ma'qul deb ular ketdi. Ketib andan keyin bizga bir to'xtam yo'llabdi. To'xtamda biz sizga 2 million 40 necha ming dollar beramiz. Sizlar yani elib, yani vaqtining nomiga o'tkazgan bu yerda tapı deb qo'ydi. Ya nimani o'tkazsanglar biz pulni yo'llaymaymiz deb.
Şu Allah'ta bir yanın meselesi bir Araplarning yalırıvatı. O Araplar setpirinlsak vay sizlarga bekarga berayli bu yani bu vakfiya dedi. Vay Xudoyim bas tarafdan berdikan go deb hoş olduk. Şondan keyin o Araplarninki yerining bu Arap bir ayolning yeri ekan. U yan ayolning bir Suriyalik sekretari bor ekan. O sekretar vay bu Uyg'urlarda maş Suriyaga bordi, bular sal terrorlik masalaga chetishlik odamlar deb ayolni qo'rqitib qo'yibdi. Şondan o ayol yani birdiganda sal yenib qoldi voy. Hozir tutib tursanglar deb. Şondan ağla bizga darhol avatinglar, pulni avatimiz deb. Şondan biz uni qilib, buni qilib biz shu 2017 2018 shu jarayonda bir Uyg'ur qarindishimiz shu bizningki Rahat Qurosini yendin 11,000 metr yani setib olgan edi. Hamdalaki konularda bir gap bor. Niyet ala deb. Şulan bu qarindishimiz bu yani setib oldi, Uyg'ur setib oldi. Şulan ben bizmi xo'sh bo'ldik. Bu jarayonda bu qarindishimizning puli yetmay bu yani alanmay nayat qilinib ketdi. Şulan ben yenimde bir vatanda bir uy sotgan pullarim bor. 100 ming dollar berdim. El ulama yani deb. Ko'nglimda mana Allah shahidim. Mush Uyg'ur oldi, mush chuqum Uyg'urga foyda qildi deb shu yerda niyatimda ashtaq 100 ming dollar berganman. Şolan degandek u yan igillerle deyişdik. Yan igillerle deyişip amışa bir manda bir iş qilayli deb yan igillerden kelishib şolan biz o yan igillerden yani 2 milyon 250 ming dollarga setib oldik. Bizning qo'limizda Abdurahimjon Bapul 800 ming dollar. Şolan bunu setib elib, bunu vaqtining nomiga o'tkazib Kanadaga yo'llagandan keyin Kanada 400 ming dollardan 3 qatan pul silib 1 milyon 200 ming dollarni pul sep bo'ldi, lekin bizning ruxsat qurilish qilish ruxsatimiz chiqmadi. Shunday qilib alhamdulillah 1 yilgacha ruxsat chiqilmay kechikib ketib qoldi bu ish. Shu bilan 1 yillik ruxsat chiqdi, qurilishni boshladik. Plan 96 uy. 96 uy bo'ladi. Kanada bu uylarning qurilish chiqimini berdi, yer chiqimini biz beramiz. Bu uylarni azam bahada shu balları va tul ayollar, ondan keyin qiyinchiligi va oilalarga berildi. Bu yerdan kelgan ijara bilan shu maktab, andan keyin boshqa Uyg'urlarni kuchlantiradigan har qanday bir ishlarga qo'llandi degan asosda shuna bu qurilishni boshladik. Elhamdülillah Allah'ın fazlı bilen hazır 80 aylık öy bitti. 64 ailege adam kirip oldu hazır. Yine 16 ailege yine bir aydan keyin, bir yarım aydan keyin adam kirdi. Hem de 5 binanda, 6. binanın yerini ağının pulunu berip bulamadık. İkisi buna savra kıldı hem de yaxşı adam eken ikisi mi? Fikirlerim pul tapsanlığı bersan dedi. Hem de rast gelmek hesap, yani ikisi bizge mühlet verdi. Ama o yanın ilgisininki pulusunu 376 ming dollarlık ya da 376 ming dollarını pakatlı tapamadık hem de. Çünkü pul bekçi hoğallıktan bizde bu pul aran 800 ming dollar, o aralıkta 1 milyon yani 300 ming dollar. Şuna qilib hazır elhamdülillah 5 binanın yerinin pulunu berip olduk. 100 ming dollar qazimiz qaldı. 100 ming dollar da açılgan. Qesak anda hazır 80 öy ayada bir bizani qilib ish qilib hazır Selim Paşa'da bir 150 atrofida aile bulduk hem de. 150 Yani izchil turda inşallah bunu kengaytib hem de bir 500 minggacha aile qilamiz deb şu niyatni qilib turyapmiz endi. İşte o kadar diasporadaki hem de Avrupa'da cık bir oğlum yok mu? Mesela Türkiye'deki Uygurlar en cık kulturaklaşkan bir rayım olup kalkısı hem işte koy. Mesela Kayseri Uygurlar var deyimiz. Kayseri'ye bir baktı ben Uygurlar bakken hem de bir mahalle jığılıp otlağın bilen. Bunların mektep yok. Lekin Selim Paşa'da mektep başladı koy. Hoş. Bu mektebimizin Abdurahimjon tahminen Kızlar binasına 300 kız okuğucu. Oğullar binaga 300'den 400 o'quvchi hem yetib, hem o'qib, hem tamoq yeb qilaligida yani 10 ming metr qurilish var bu yerda. 3 milyon 200 ming dollar kutgan bo'lman. Yani aşınçılar aslında nurgulluğun o'quvchi o yerda yeb, aşağı tamoq müşü yerda yetib qolishim aşağıda magan, onun chiqimlarini qanday hal qiladigan gap ham aslında. O bolalar o'qish pul to'lab o'qamdi yoki yo'q. Hammasi nima o'qiydi? Nima o'qiydi? Biz dastlabda degandek biz arablar bilan bizning bir Abdug'ani deb bu ishning eng bosh planlovchi Abdug'ani Hajim deb bir qarindishimiz bor.
Bu qarindishimiz ama Arab dünyasida yüz obro'yliq nurg'un arablar bilan tonish va men bu Arab dünyasida o'qigan men Qatarda, Yamanda menimi tonishlarim bor. Asas jihatdan bizga kelgan mayli shu qurilish qilgan mablag'lar bo'lsin, butun ishlar 80% arablardan kelgan. Yordam. Bizniki munosabatimiz ana bunday chiqqanchada cho'qim bizni Alloh muvaffaq qildi. Bu ishlarga kulib ketlandi. Biz maktabni 3 million 200 ming dollarga sağlam maktabni boshlagan chaqda 100 ming dollar qarz bilan boshlagan. Planımızda 5 yıldan 6 yılgacha pishmayli deb boshlabdik. Boshlab pulsizlikda maktab to'xtab qolmadi. Allah tarafdan shundoq qarindoshlarimiz arablar shu bir yerda uchrab qilib, masalan bir arab men azroq biray deb shu bir kirgancha maktabni bitkizib o'tdi. Bizlar aralashib ko'rib, biz ularga yarab qilib, voy yaxshi bolalar ekansizlar, yaxshi nima ekansizlar deb. Endi bunday chiqqancha Allah subhanahu va taolo shu mazlum xalqimizning duosi, cho'nglarimizning duosi bilan bizmi o'ylab bo'lmagan darajada bitib qoldi bu maktab. İşte oğlan endi bunu en dastlabki şu Uyg'ur mahallasini maktab qurish nimasini boshlagan vaqtda shu Abdug'ani Abdug'ani hacım Qutubi en baş planlaguchisi shu an. Buronlarga izlab yo'sa tunamishmayman, kirishim baxmadim, faqat Uyg'ur tarjim markazimizda Qur'on Karimning tafsir tarjim qilib o'qidim-da, ham o'qib deb o islomning bak tulish ismlarini nurg'un tarjim qilgan kitoblarni o'qidim, o'zimizning bir hurmat qilamiz. Men 97-yili Qatardan haramga boraman. 97-yili. Shuningdek asli biz G'inajim bilan 95-yili Pokistonda uchrashgan, bir maktabda azroq o'qidik. O G'inajim haram Saudiya Arabistonga maktabga o'tib ketdi, men Qatarga maktabga o'tib ketdim. 97-yili o'ltirib biz haramda deyishdik. Haramning 3-qavatda o'ltirib, bu senmi o'qiyverdi ekansan, o'qiyveramdi, bir millat uchun bir ish qilmaylimi deb. Shundan ma'qulda biz butun planni shu haramda o'tirib turib 97-yil qilishgan endi. Nereden başlamayız ekan xalqimizga dinni tushirish uchun kitob tarjim qilaylik deb boshlagan bo'ldik. Arliq to'xtab qolgan bo'ldik. Men vatan kirib ketgan bo'ldi. Bu qarindishim Suriyada qoldi. Men Suriyaga chiqdim. Bu vatan kirib qolay deb vatan kirsa u yerda saqchilar avara qilib to'g'izmay mushtaq qilib ish qilib bu plan endi buning 5 yilga kelsak 97-yili haramda o'ltirib bu planlar qilingan. O'g'on 2016 tutdimi işte o'g'on ishlagan. Maktab 2017'de bitti. 17'de. Evet. Uyghur mahallesi hem de şu inşallah bilip ketkiçe davamlaşıdan diye Allah kançılık. 20 yılda mana 20 yıl burun qilgan plan oxir 20 yildan keyin reallik o'ylandi degan gapda hamda. Bu bir şu Evet. Elhamdülillah mekteppa işkiyada nimimiz var. O yer anılar işleydi o bir 15-20 anılar o yer işleydi o bir rəxzavod qurduk. Kanada bilan birleşip Aqan qurilishni asliq rəx zavod qildik. U yerda bir to'y boshbalarimiz ishlaydi. Bizga ijara beradi zavodning egasi. Endi yana 3 binoni astiga inshaalloh shu xalqimizga mishad o'tirishganlarga ish tepiradigan bir narsa qilamiz deb tirishyapmiz. Ya'ni bunu da alhamdulillah bu yerda onalar ishlayalaydi. Dadalar u yerda ishlasa bir odamning turmushi normal bolalar maktabda o'qiydi, haqsiz. Biz ijara kelgan pullar bilan şu balalarımızın ta Ali mektep çıkıcılık iqtisadi jihatdan biz yordam qilamiz endi. Rahmat. Allah bereket versin. Yesradi Uyg'urlarning ishdak bir yana ko'lamlashgan birini qurib chiqmoq oson emas. Endi eg'izda demak oson, lekin reallikda uni qo'yib chiqarmoq haqiqatan tez endi. O jek qiyinchilik tatdiq. O masalan bu Xitoylarni jim turmaydi ekan. Biz shu ishni shu 2003da şu proje Kanada bilan Uyg'ur mahallasi projeni boshlagandan keyin Xitoylar bizning maktabni Wang Yi 2023da Turkiyaga kelgan vaqtida bizning maktabni terror saybegan maktab deb Turkiya tashqi ishlar ministrligiga not topshiribdi. Shuning bilan biz bir ma'rifat idarasiga bir ruxsat bersanglar deb borsak kulib odam bu sen nima deysan tashqi ishlardan sen terror tarbiyalagan maktab bal tarbiyalagan maktab deb not berdi. Shuning bilan tursam bir hafta o'tmay meni İstanbul terror qarshi turish sho'bisidan chaqirdi. Desam senda vatandoshlik bormi deydi. Bor desam bo'libdi. Seni Xitoy vatandan nurg'un qonunsiz ish qilib ekansan. Xitoy topshirib bersin deb bizga hozir savchilik az qilibdi deb savchidan bir odam keldi. Shundan paranglish jarayonida qarsam bir muncha tuhmat hamda voy bir maxfiy o'rgut qurgan,
Turkiyadagi Xitoy fuqarolariga qasd qilmoqchi bo'lgan, u qilgan, bu qilgan, bu Atatürk dushmani degandek Xitoy bir 13 turlik savolga javob bersin debdi ekan. Men javob bergan bo'ldim. Bu sotma davomlashyapti. Xitoylar shu meni topshirib bersin deb. Ondan keyin ma Selim Pashadagi ma kichik olan vaqasimi shuningdan keyin chiqqan vaqa edi. Onunla kim kirimiz var? İşte o an Demek emde endi tez endi bu ishlar biz hozir voy manda qoldi deyapmiz. Endi necha qatim chekinib bo'ldik endi. Voy bo'ldilar biz bu nimanda qildimi millat deb endi turib qo'yib ya biz millat uchun qilmagan ekan, Alloh rizoligi uchun qilgan ekan. Voy biz degandan bu kelib ketgan besimlar, oyadik, vatandik oilalarimizni vayrona qilib o'tdik. Mening oz deganda 70 odam hozir ya o'ligi yo'q, ya tirigi yo'q, yo'q ketgan ekan. Hemimizin Onu. Hatta şu müşahedeki cemaat yüzü kilip bizge ihra kılıp, bizge falan ençandan telefon kılıp. Hazır Selim Paşa'da bu şundak diyen bir iş başlandı ya bu müşahede andak kılsın dep bu yüzü kilip ihra kılıp aldığımız gelip hem de. İşte bu diasporada Uygurların ki bunda bir kölemleşken Uygurlar en köp oltırışkan bir rayonda Uygurlar özün ana tilini, medeniyetini saklap kılış, Uygur ilmisini, ictimaiyimiz devam kılış. Çoğun bir cemaatın şeklinde Xitay en tüpten karıştırdı ya bunda Uygurların boz parça tüt eden bir şey kilenmez kıyıt bağın bu günde de yani aşıcay Uygurların bir yere kirişi bu resmi olarak bizge bir çoğun bir paydası var önemli diaspora cemaat güçlendiriş nemesine kadar. Eğer vakti olsa ben azırak bir narsa deyim. Hoş. Mening chet elda bütün qarindoshlarga yoki bizning hozir meningki bir chet elda yashayotgan Uyg'ur muhojir bo'lish sifatim bilan mening mana prinsiplarim bor. Birinchisi har qanday bir Uyg'ur chet elda yashaydi ekan, diniga chin esilish kerak. Bizning hozirlik assimilyatsiya bo'lmay Xitoy bizni yutib o'tmasligi bir nim qozoq nakatdi, shunda dunyoni so'ragan Mo'ng'ul nakatdi. Nurg'un millatlardan necha yil Xitoyni so'ragan nimalar millatlar nakatdi. Hammasi assimilyatsiya bo'ldi. Biz nima uchun assimilyatsiya olmadik? Chunki biz dinimiz bizni saqlab qolish. Shuning uchun biz dinimiz uchun turishimiz kerak. Ikkinchisi kimligimiz. Ma kimlikni saqlash, dinimizni uchun turish qanday muhim bo'lsa, kimligimizni saqlash bu bak muhim. Şunun için bir yerde mektep var, şunun için neyim? İkincisi biz chet eldeki her qandaq bir muhacir ballarını yaxşı terbiyeleş gerek. Ballarımızdan adukat çıkış gerek, injiner çıkış gerek, general çıkış gerek, dini zatlar çıkış gerek, halkaralık dini zatlar. Öyle Uygurlarning yerdeki dihanlarni ahmaq qiladigan dini zatlar emas, xalqarалық tillarni biladigan, inglizcha biladigan, xalqaro jurnallarda maqola yoza oladigan manda dini odamlar chiqish kerak. O vatandaki dihanla gap qilib va dihanla o'yimda o tugul o zaman hozir. To'rtinchisi Abdurahimjon. Vatan uchun qo'limizdan kelishicha hamma odam kunda men nima ish qildim deb o'zini so'roq qilish kerak. Beshinchisi Uyg'urlar to'plashib yashash kerak. Chunki biz chechilib u yerda yashsak, asmalarsa o'qitimiz, bolalarimiz tugaydi. Biz Uyg'ur tugsak, Sharq Turkiston Shinjong oldu. Şu Sharq Turkiston Uyg'ur bo'lsa, Sharq Turkiston bo'ldi, Uyg'ur bo'lmasa Shinjong bo'ldi. Mana bu 5 prinsip mening muhojiratdagi hayotlik dasturim. Mening qilayotgan harakatim mush 5 prinsipni asos qilib turib biz harakat qilamiz. Rahmat. Endi bu yerga birinchi o'ringa diniy kimlikni qo'ydi, ikkinchi o'ringa milliy kimlikni. Bu menda gap. Bu meningki demakki bu dollarning 100 islom, yen 100 milliy kimlik. Milliy kimlik. Bu ikisi birbirinden ağlayamaydı. Ma dolardan man bir $100 olsa din dolardan bir tarafı, milli kimlik çoğu yana bir tarafı. Bu temada ayrım bir sohbet bir qilamiz, lekin haqiqatan ikisi bir-biridan ayrilanmaydigan nima bo'lib qolib qoldi ekanimizniki. Hamda bu yerga sizlarda hamda Kanadadagi birga tuyuqsizlar uchrashib paranglashib Uyg'urlar yordam qilgan haqqida nima qilib qoldi. Hem aş o'rin haqida azroq bir uchur belgi bo'ladimi hamda Ya buldu maktabga qurishmoq sağan Uyg'ur mahallasi mablag' soldimi? Bo'la maktabkimi? Hozir sen o'tamdi. Ularniki qanchalik yordam qildi degandek. Chunki menda bir to'rdim yozildi bu Habibullah Ko'sanay bergan pulni yeb ketdi deydi qatqonlar va tijorat qaylinib. Evet ama demek hazır başta koyamaz. Doğru. WhatsApp grupları kep qoladi. Mesela şu program qilib bo'g'icha nurg'un shu kep ketdi menda. Telefon etib yetdim. Uni deb qo'ysam Messenger'da qilsam, Facebook'da degandek aynan nimalar bor.
Şunu Kanada qancha pul beryapti, rost deganda haq degandaksini bayqalab o'tib boramdi yo maktabning ishini yurish, mahal yurish ketyaptimi degandek, bu nurg'un savollar, haqning so'ragan savollari. Xo'sh, unda bu Kanada qaysi o'rin, qanchalik bir iqtisodiyot yordam qildi? Ular davomli yordam qilib kelyaptimi yoki shu mahallani qurib bo'lgandan keyin necha yig'izib pulni qilib bo'lgan keyin 2 million bergan keyin to'xtab qoldi. Aldı bilan bu mundaq tasodifiy kelib qolgan ish emas. Bir bu Kanadadan kelganlarning xabari yetdi. Shular bizga bir qarindishimiz xabar qildi. Shular odamlar kelibdi dedi. Shular ko'rishib boqamizlar degan keyin qarasak, bu Kanadadagi qarindoshlarimiz bizning boshqa tashkilotlar bilan ko'rishgandan keyin, ya biz ko'rishmaydi, endi u aloqa sat turdi deb ko'rishmadik. Bir kunsa shular bu Kanadadan kelgan bu ichida bir Uyg'ur bola bor. Özün aytalik millat, din mush uchun bek yaxshi harakatchan bola. Shona bu bola bilan tuqqan bir qarindishimiz bor ekan. U masalan boshida biz bilan bir mishak chiqib o'tirgan qarindishimizda, u Kanadadan kelgan qarindishimizni uyiga mehmon chaqirib, bizni mehmon chaqiribdi. Va ko'rishib paranglashib qolganlar deb. Shu yerda paranglashib, andan keyin biz aloqa men o'chada ular bilan hamkorlikdim yo'qdi, ularni tanqidlab tushdim men. Sizlar millatni qalanda qilishga boshladinglar. 2 xalta un, 1 xalta yer, Xitoy shunday qildi. Millat shun. Chunki menda bir ish bo'lgan jamoa ta'sir qilgan bir ish. Bizning atoliya dedik ya, bir kunsi bir atoliyada bir bola yakshanba kuni ishlar 120 TL, shu chaqda 120 TL 60-70 dollar bo'lgan vaqt. Bu iliqi cho'ng pul Turkiyada shu vaqtda. Sen bir kun yakshanba kuni 120 TL biray desa, iliqi bir bola 20 necha yoshga kirgan bola, "Yoqqa men ishlamayman, bugun nimada falan yerda un guruch taqtitgan, shuni ag'larma" debdi. Kallam bek ta'sir qilgan menimcha. Bu qanday gap deb. Shuni bilan men ashta dedim. Sizlar bu bir yil 50 adam pul versen kelar yil 100 oldu, 100 kelar yil 200 oldu. Shunday qilib İstanbulning hammasi yetim bo'lib ketdi. İstanbulga chiqib kelsa ya 200 yetim chiqdi ya chiqmaydi, bu bunday nima yo'q. Deb shuna dastlabda bular bilan sal bunday qiliq ularning achchig'ini keltirdi gaplar bilan boshladik. Shuna ular dedi, "Unda sen de baqa qada qilamiz hamsa, biz yordam qilishmoqda, bir yordam qilamiz va degan keyin, biz manda qilsak degan keyin sen bizning gapimizga to'g'ri ekan-ku rost degandek bir narsa bo'lib qoldi. Bu hikoya shu yerdan boshlandi. Bularni bir necha qatim keldi, tekshirish etdi, qilayotgan ishlarimizni ko'rdi. Unda aslida beradigan pul yo'q u. Masala bu. Endi keyin ular tekshirib, ular bizga qoyil bo'lgandan keyin tunji bergan pulimiz bular bilan dastlabda 64 oy kelishdik. Buningga 2 million 400 ming uy bermoqchi bo'ldi. Shuna shu jarayonda iliqi Turkiyada shu zam deydigan bir narsa var. Turkiyada ikki narsa, dunyoda boshqa yo'q. Biri stress deb qo'ydi, mavaliqi jiddiychilik, ikkinchisi shu zam deb qo'ydi. Davomli inflyasiyon bo'lgan. Shuna bilan bu oraliqda 1 yil o'tib ketib qoldi. Men yana ruxsat chiqmay nurg'unamda jarayon bor buni so'zlashni hojat yo'q. O'sha ular dedik, men 1 yil shunda bo'lganlikdan hozir baho o'sishi bilan, chunki bahoda shiddat bilan o'sish bo'ldi. Siz masalan Kanadadan, nima, Gollandiyadan bo'lish mumkin bu. Şolar bular dedik, endi bizga 450 ming dollar bermasanglar bo'lmaydigan bo'ldi deb ularga bütün narsani nima qilib, arxiv qilib yo'llaganligi ular qoyil bo'ldi. To'g'ri deb Şo'lan bu 64 uyga 2 million 450 ming dollar pul berdi. Şo'lan bu bitgandan keyin bularni xo'sh bo'ldi endi. Biz ma ishni manchilik bular deb o'ylamagan deb, andan keyin yine biz 32 kun yine biz sepirayli deb Şo'lan bu 96 uy o'zgardi. Qilib hozirgacha bizga bergan pulsi 3 milliondan oshadi, 3 million dollardan. Biz bilan bular bilan aloqamiz yaxshi, ularmi bizni yaxshi ko'rdi, biz ularni yaxshi ko'ramiz. Hozir qurilish davom qilyapti. Hatto 6-binog'imi bular bizga hozir imzo qo'ydirib bo'ldi. 6-binoni biz solamiz, yanta yaqil deb. Şuna biz yani hem de hakikaten pulumuz yok alamayapmiz, lekin Kanada ile imzalaş bulduk. Eğer ne kısak yine bizge 600 ming dollar yani berse tahminen 4 milyona yakın pul bir edemdi. Peki hazır bizi bergen bu 3 milyondan aşırı. Hem de bu Uygur cemiyetinde biz bir kitap okuyan mı şu mustemliki milletlerde bulunduğun bazı ahvallarını sözleydi. Taba'i'ul istibdad deb qo'ydi. Abdurrahman al-Kawakibi deb 200 yil burun yozgan kitob. Shunda biz o'xshash mustamlik millatlarda pishtin pasat ushshaq gaplarning jahildiganligi, o'zaro chiqisholmaydiganligi. Endi bu bunday gap degan ekan. Yeb ketgan bo'lsak, men binal tutmaydi endi. Chunki bizga qanchalik pul kelsa, boshqa tashkilotlarga kerakli degan ekan. Butun dunyo bizga bermaylik. Ma'ber.
Başka teşvikler mi kiliglik? İkincisi ama xalqlar ama pul meselesini tushunmaydi. Aldılan pul bizning vaqtiga pul aldılan to'xtam tuzaymiz. To'xtam rasmiy to'xtam tuzishgandan keyin ular pulni avatadi. Pulni avatgandan keyin o pul bizning hisobga kirib to'ngtidi pulni. Bankdan to'ngtidi. Biz şunu bilan pul kepti deb hukumatga, ya'ni mishadagi vaqtlarni boshqurdigan yerga doklad qilamiz. Bizga palani ish uchun manchilik pul keldi, mana bu to'xtam, mana bu deb butun rasmiyatlardan hukumatga sunamiz. Hukumat buni ko'rib, ular bu qonunlikkan desa, pulni andan keyin eritadi. Pulni eritganda pulni eritgandan keyin andan keyin mana shu hukumatga hisob beradigan qonunlik bir hisobchi bo'ladi. Muhasib deb qo'yamiz biz bu yerda. Hisobchi. Shundan o hisobchiga biz ma pulni xashlaymiz, ma ish uchun bunda qilamiz deb hisobchi degan keyin na xashlaysa deydi. Shundan biz bu pullarni qurilish qiladigan shirkatlarga uramiz. O'gandan keyin qurilish qiladigan shirkat bizga nim berdi. Har bir xashlagan ishninki talonu berdi. Biz o talonu elib muhasib göremiz. O muhasib o'ltirib hukumatga hisob berdi. Bu qonunlik muhasib. Andan keyin bizning vaqtining ichki muhasibi bor. İchki muhasib bor, umi hisob chiqaradi. Andan keyin bu qonunlik muhasib bek muhim endi. Chunki bizning mishada Turkiyada bir vaqtida bir odam 5 TL'ning hisobini o'rganmay, mangu vaqti ishiga aralashmaysan deb hukumat chiqaradi alaqchi. O çaqaqlar yaşamasam. Şunun anda xalqlar o bu deb hatta kulib ketman men bir mening bir deb qo'yayım da bir tövbeştal kastimim bati. Bir jarayonda bir ağıyla bir münasebetler bir işkilamda markalık rakamda ma $150 $200 bir kastimni eperimde markası vardı. Şunu bir iki qatim kiyitdim. Ma'gulum markalık kastim kaydı deb tilladim. Çok hoşlanırım hem de. Mana shunday qilib millatning pulisini yeb, markalık kastim kiyibdi. O bechara o kastimni meniki hozir qudam bo'ldi, qudamning etganligini bilmaydi endi. Bu ahvollar shunday qanda. Biz endi bu ishlarga kelgan vaqtida endi unda ushoq gap. Hatto men sizga bir narsa deb beray. Mushu ya'ni 850 ming dollarga olgan vaqtida Xotandan bir qiz bola men gap qildi. Bu qiz bola dedi, biz bir ma'rif oilasi dedi. Biz hammamiz dinni o'qimaydik. Ham sizning darsingizni anglab, biz hammamiz namoz başladik. Biz ma'rif ballarni, millatimizning ballarini yaxshi tarbiyalaylik deb shunda ballar ko'ngil bildik. Mushunda qilib oilamiz naydi baxtlik, ma'nilik bir oilaga aylandi. Shu jarayonda bizning naydi ishonch qildigan bir qarajim, yo'g'on bir odam boti kirib, vay bu küsenin dersin tinşimanglar. Bugün mücahit çıkargan nurgun pulga senin başladı bir yan eliplam, üzgü dağçıdan birini eliplam yap ketdi degandan biz rastgamlıksak namazdan taşıldık dedi kız bola. Namazdan taşıldık, royumuzun düşüp ketdi. Hazır menden başkası bütün yeni buraya geldi dedi. Hem de muş biçara adam hem de. Muş biçara adam kanda olup muş gemini kütürüp kirip kıyamet günüsü aş ailenin aş bir toğru yolda mangan bir ailenin yenişiği sebep oldu hem de. Şuna olan ben o kızvalık dedim fikamemde ben size özlemde düşündürüp oltumay. Bu şu paşa, çivin şu uburunu kunudu. Mehnetiye kunudu. Siz pakizye kunun. İnşallah bunun işler onda emez dedim. Lekin hazırlık manalıqı tesir karşılarına birisi. Aş gap götürüp kirgen adamga qaracı hem de xalq çoğun adam deydi. Aş biçara adam hem de aşında quruq. Hatta depto men şu yerime de putum bilen dessep kirdim degan gap hem de. Bunda işler var. Hatta men sizlarga dep beray. Biz bu yerda maktab salimiz degan vaqtida bir bala haramda ko'rishdik. Haramda ko'rishib men Turkiyaga sizlar basam dedi. Adab Turkiyaga keldik. Keyin bir maktab saldigan yani ko'rsatsalar dedi. O chaqda mayani ammagan ash anot ko'rishga 200 ming olga yatib, shu yerga borgandan keyin o bala manda dedi. Men rast gapni qilay sizlarga. Meni vatandan bir xonim chiqibdi. Bu küseni hazır mektep salımız dep aşı Türkiye'de pul çıkartmış. O Türkiye'de mektep salmansa Urdugan diyenim da çandallap buldu pulunu. Bu yalgan buluş mümkün de bir ahunum vatandan ataydan elik balını haremge çıkart haremden Türkiye'ye iş vakini can. Bizden millet diye mandak iş var. Şu elik bala şu yerde ikrar kıldı. Men silinin bek yaxşı görümen, ustazımın bek yaxşı görümen.
Rastlı gapni qilsam hozir men mushuning uchun chiqargan. Endi men yani ko'rib, men xotirjam bo'ldim deb men kallamga ta'sir bu nurg'un ish va deganijon. Abdurahimjon. Nurg'un ish va bu millatga vatanda turib bizni tekshirayotgan millat ma'lum. Shuning uchun alhamdulillah bu ishda bizning novchiligimiz yoki bizning aqlligimiz emas. Men so'zlasam gap bak avkidi bu Allah ajoyib bir muvaffaqiyat berishi uchun. Bu ishning bo'lishini Alloh xohlagan. O bo'lmasa bizga qurilgan tuzoqlar, bizga qilib ketgan ishlar, voy bu Xitoy pulimiz maktabdan qanday salalaydi, voy hikoya degan bekcha. Lekin Alloh subhanahu va taolo endi bu ishning bo'lishini iroda qilib ekan, biz shuning sababchisi bo'ldik. Elhamdülillah hozir shunday bir bizniki mush vaqtga doir 100 uylar bo'ldi, maktabimiz bo'ldi degandek mashta ishlandi. Endi mana shu chet elda, endi bu diasporada Kanadadagi bir davlatning hamda sherdagi qanday urya musulmonlar qurgan bir vaqt bo'lmoq, nani olgan shunchalik pulni hal qilib, shunchalik bir yana quribsan. Alloh shuni bir nisb qilibdi. Chet ellik ko'ryapmiz, Uyg'ur davosi misol olsak, endi elayotgan pul faqat necha yuz ming dollarlar ishda, shuning bilan bizning davolar yurib ketyotidi. U bo'lmasa, xalqdan pul chiqsak, o'zimizning shu qanchalik pul chiqadiganimizni hammamiz ayon bu narsani. Pul yig'yapti, qancha yig'yapti. Shu davoyimizni o'zimizning qo'lda emas, xalqning yugurib tushib qolib qoldi. Nimishqa iqtisod o'zimiz chiqaramagan ekan, xalq bergan ekan, xalq nima desa shuni qildigan gapda, ana bu reallikda. Endi sizlar hozirda necha million pulni qilgan ekan, ulama haqasini ishongan gap. Şuna yıldan yılga endi o birdigan mablag'ni olib, endi uylam ko'payib, bu ma'lumi cho'ng'ayib turibdi endi. Cho'ng'ayib turibdi. Biz ma g'arib yashayapmiz. Bular iqtisod kelgan vaqtida o bir pulni u yoqdan bu yoqqa qilmaydi. Ashuna hisobini oladi bir narsalarni ekan. Shuna qanday ashuna hisobni albatta silim dedilar, endi o pul bevos gaplar haqaslarning kartalarga kirgizmaydi narsa. U yerni ishlarni tekshirib o'tgandan o'tib, nima qilayotgan nima bor ekan endi. Shuna bu narsa endi men onun için tutmayman. Çünkü bu yer g'arbdan pul bergan ekan, uning hisobini olmay turib, aldi 1 million 500 1 million butun talonlarni ko'rmay turib, yana bir pulni nima qilmaydi. Degandekda endi. Hakikaten bir maktabdan mashinamiz bo'lib 3000 TL. 3000 TL degan hozir bir 70 dollar oldu. Shuni qilsak, mush 3000 TL nimda maktabdan mashinasi mushni 3000 TL ketdi deb hozir bizga ingliz uchirib keldi. Yo'qlab bersam o'qib bo'ldi. 3000 TL maktab mashinasi 3000 TL mi kitobda o'qishadigan edi. Bu unda xalqlar mendaq deydi-chu, biz masalan Kanadaga iqtisodiy butun nimamizni yo'llaymiz. Maktabga manchilik ketdi, bir o'qituvchilik manchilik maosh berdik, suv puli manchilik ketdi. Chunki ular bilan deyishga vaqtda 7 yilgacha iqtisodiy doklad birgan kelishdik ular bilan-chu. Ular bilan jiq so'zlashdik. Ular dedi, bizni tang boshqurimiz dedi, ya biz mush vaqtning ismi Uyg'ur ilm ma'rifat vaqti. Bu Uyg'urning xos bo'lish kerak deb ular bizga jiqshab dastlab dedi. Keyin mudir almış ketib, keyin yangi bo'lgan mudir, "Mana biz boshqurimiz, biz pul bergan keyin degan yaxsan boshqursan bo'lmaydi. Qilmaymiz agar sen boshqurman desang." Ammo bizning qanchalik hisob olsang hisob beramiz. Ammo huquq, igilik masalasida bu Uyg'urlar bo'lish kerak. Chunki ma vaqtning ismi Uyg'ur ilm ma'rifat vaqti. Hatto dedim chaqchaq qilib qozoq qirg'izning emas bu. Uyg'urning ma'vo deb voy bular bilan jiq deyishdik ishlar unda oson emas. Va dedik biz necha qatim kayniga chikib etib, endi uy kirib o'yinib qo'ya bo'ldi biz qildik mashoba ma'nabdik davomlashtiraylik deb. Endi bu nurg'un oilalarimiz, masalan oilalarimiz bizdan ancha rozi emas. Bolalarimiz voy dada bu millatga mushunchalar qilsang bu millatning ahvoli shu bo'lsa nima qilsa deb yuzimizni degan ishlar bor endi. Bu sen kichik aniqsoq, maniqsoq, voy aniqsoq degansan bu millatga bo'libsan. Manda gapimda-chu, aloqa deyilib qoldi. Ba'zi jiq emas, bir nechimdan bak tuzkor insonlar oldi-chu. Bak tuzkor hamda. Keyin tas qoldi bizning ishlardan kuchib kesiltimishlar, mushuni kessin ishlardan deb, biz jafo tortib, mushunda qilgan bir uydagi tas qoldi bizni ko'chirib qoldaymi. Nurg'oy ishlar bor bu yerda. Ama shuning uchun bu masala oson emas. Bu bizdek bir yomon yeri hozir Xitoyning ta'siri arablarga bak kuchli. Ularga arablar bak qo'qaydi hozir. Bo'lmasa arablarda pul favqulodda jiq. Ham arablar saxovat masalalarida biz quloq suv qo'yib ularning keyin. Ajoyib insonlarni bilaman. Qazib turib saxovat qilgan arablar bor-ku. Arablarning ichida. Lekin hozir men arablarni baqqisi, hukumatlar baqqisi va hatto 100 ming riyal pulni bankidan olsa, ancha istixborotdan kelib, "Ma pulni nega bersa" degan darajada. Bo'lmasa arablarningki 5 davlatlarning yilda qilgan saxovati
az bo'lgan chog'da 80 milliard dollarchu. 5 davlatniki. Bu bekçek iş bu. Hem de hazır nurg'un narsa qisilib ketib, bizningki bizning vatanda bo'layotgan zulmlar, Yevropa, Kanada, davlatlarda tashviqot bo'lgandan keyin, u yerdagi musulmonlardan keyin qarindoshlarimizga biz nima qila olamiz degandan keyin, ola pulsiz saxovat qilganlar, Uyg'urga beramiz deb bergandan keyin bizga berdi. Bo'lmasa ularning bir necha sanduqi bor. Falastin, Myanmar, Afg'oniston, Pokiston deb qo'ydi, balkim sizlar bilasizlar. Şu kim şu pulni shunga tashlab shularga berdi. Ma 2018dan tortib 2023chilik dunyodagi eng musulmonlar eng ko'ngil bilgan masala Uyg'ur masalasi. Shuning uchun dedim, pul bizga ham kelmadi, bizga kelib qolgan deb puchqi bu nurg'un tashkilotlar keldi. Bu masala unda emas, bizga kelgan bizning qarshi emas. Nimalar o'qib qolsa oson bir Uyg'urning uchun bir ishiltilsa, chunki o'zimiz iqtisod chiqib qo'llab qilolmagandik ekan hamda. O'zim ism haqiqatga chiqishim degandek nima qilmoq qizg'anwa kim bo'lib qolsa bir Uyg'ur uchun bir amaliy bir xizmat qilgan, yana iqtisod yarni elib qis bo'ladi vatan millat uchun. Biz ham bu Uyg'ur ilm vaqt haqida har xil gap, yaxshi gapni anglab kelyapmiz, nachar gapni anglab kelyapmiz. Emas bu Yevropaga kelganlar va o'zi kelib olib, bolalari oshadi. Uyg'ur ilm vaqt bor ekan, Salam Pasha qurilib qolibdi ekan. Shu bolalarni o'qiyotli xotirjam bizmi mishal iltijo qilib, shuni javobini elib, bolalarimiz ekib qo'ygan necha yil vaqt ketgan. Asha bo'lmagan bo'lsa, nega o'rlashtirib qo'yatdik bolalarimizni deb mamnunlikdan so'zlab berganlarni ekan. Hikoyasi angladim men senga bu narsani. Buni ko'rib qo'shib qoldim men. Chunki biz chet elda o'zimizning bir patromat qayerda bolalarimizni bir yerga ketib ne qo'yib qo'yamiz, qo'yadigan yerimiz yo'q ekan. Hatta mesela eğerleri aşında kitip, ayolları miyadi qilib, uy yo'q, qilib qolganlarni turong'dab tug'izib, 1,5 yil, 2 yilmish maktabimizda bolalar bilan turib, andan keyin atrofdan ishlar olib ketganlar bor endi. Yoshlar qadardan yaxshi gap so'zni oldim endi-da, ana haqdan o'zing deb bergina nimasininkini. Endi yana nima endi bu o'quvchi maktab hamda jami qancha ish xizmatchi va o'quvchilar dedilar. Bular bütün gün ishlaydi. Bularni turmushi va qamdim so'nmaydi. Bularniki oylik maoshlari qanday taqdirlab keladi. Maktabniki kirim chiqimlari, maktab bo'lgan u yer bu yer buzilgan gap, uni o'ngshaydigan gap degandek o'sha ishlar haqida bir tushuncha bergan bo'lsalar. Bo'ldi. Maktab qurilib, mushu 2017dan 2023chilik maktabimiz bak yaxshi bo'ldi. Bir 35 yetim bolalarni yotqizib nim qilgan bo'ldik. O'quvchilarimiz 250 atrofida o'quvchi o'qigan bo'ldi. Bak yaxshi bo'lib kelgan. Mushu Salim Pashadagi ma'u kichik bolalarningki jinsiy farakandlik masalasi chiqqandan keyin yataqdagi bolalarni qaytarib o'tdik. Manda biz hozirgachilik maktabga nima aytgan chog'da biz maktabda ruxsat olmay vaqt shaklda xizmat qilib kelyapmiz-ku. Chunki maktabda bu yerda qarixonda ruxsat oldi. Qari qurayada durmaydi. Bizningki maktab qilish uchun buning nurg'un bir jarayonlar hamandikin maktab deslar, masalan, boshlang'ich deslar 4 sinf. Buning cho'qim 4-5 o'qituvchi, sug'urtliq, davlat nimqon bu bakjaq bir ish ketadi. Biz o'quvchilarimizdan pul olmagandan keyin bu iqtisodiy jihatdan bo'ldi ekanda biz vaqt shaklda qo'shimcha mundaq bir nim qilamiz degan shaklda ketib boramiz endi. Hukumat bizni nima doktor kasalliklar deb Turkiyalik ruxsat qilmaydi biz qilib hozir. Bizga alhamdulillah hozirgachilik bir hukumatdan nima ish qilsa degani yo'q. Hatto saqchilar tekshiruvga kelib, bolalarga kamput taqib, ay maşallah qarindoshlarimiz deb qo'yib ketadi endi. Shuni bilan biz orliqda azroq o'qishlarni qaytargan bo'ldik. Hamda hozir taxminan kichik bolalardan 160 atrofida o'quvchimiz, cho'nglardan 30 ga yaqin onalardan 25 ming shunchalik onalar bo'lib, taxminan 190 odam, 180-190 atrofida o'quvchilarimiz bor. Bizningki o'qitishimiz hamda bizning bolalarimiz cho'qim fanniy maktabga bordi. Biz fanniy maktabda o'qimagan odamlarni qabul qilmaymiz.
Agar unda qamin qabul qilsak maktabga patqizg'ul bo'lmaydi. Nima bizningki xalqimiz asosiyatan hozirgi fanniy taraqqiyot masalasini toz tushunamaganlikdan bolalarni shu qarixonni o'qisam, dinni o'qisam deydiganlar ko'p hamda. Men shu vatandan chiqqandan tortib shu orim qo'sh yo'nalishlik tuluqli ma'arif deb shuar qo'ydim. Qo'sh yo'nalishlik tuluqli ma'arif. Qo'sh yo'nalish degan gap din bilan fan o'xshash ma'lum. Amaliyotda man nisbatan men tushungan dinda fan din degan gap yo'q. Chunki Qur'onni o'qisa osmondan gap qildi, yomg'ir to'g'riliq gap qildi, yomg'ir to'g'riliq gap qilsa meteorologiya, osmon to'g'riliq gap qilsa shu astronomiya, anning qo'sig'idagi buvoq to'g'riliq gap qildi, turalma. U ya'ni turalmashunoslik, ambrologiya deydi qo'y. Ya'ni bu asli Qur'onda unda hammasi nima endi fan deb. Bunda bo'lgan ekan endi masalan o'quvchining son jihatimi, mush jihatimi jiq ta'sir ko'rsatdi. Nurg'un ota-onalar shu qari xonliq olib shu yerda yotqizib, bolasini qari qilishni o'ylaydiganlar Turkiyada ya'ni 60%, 70% egallaydi. Hatto faqat maktabga bormaydiganlarning bu nisbati odamni tushishlik darajada Turkiyada. Uyg'urlardan ham. Hatto men Sapakoydan bir 4-5 qiz bolam, Qur'on kurslarida o'qituvchilik qilayotgan qizlar chiqib, Sapakoyda taxminan 50% Uyg'ur bolalarni maktab bermaydi dedimdi. Shularningki deyish bo'yicha. Ham shu darajada bermaydigan hamda. maktab bermay shu qarixonlarga berib shu maktab o'qitmaydigan ahvol bak eg'iramdi. Bizningki shu bolalarimiz alhamdulillah shu bo'yicha mengatimiz din ham fanda o'qiydi. Bizda cho'qqum fanniy maktab bor edi. Biz andan ayt oqshomlari ona til tunjulib biz yaslida ona til savodini chiqaramiz. Ona til savodi chiqib bo'lgandan keyin Qur'on savodini chiqaramiz. Qur'on savodi chiqib bo'lgandan keyin andan keyin bu bolalarga masalan ona tildan adabiyot, tarix degan darslarni qilamiz. Fanniy maktabda o'qitgan darslarni bu yerda kuchlantirib beramiz. Matematika, ingliz tili, kompyuter degan darslarni o'tib bermasak, bizning atrofimizdagi Uyg'urlarning taxminan %90% dehqonlar, vatanda dehqon odamlar. Bolalarga o'qish jihatdan cho'rt yordam qilolmaydi. Ya'ni 99% bolalarning nima qo'tqalganini ancha bilib ketmaydi. Unda bo'lgandan keyin bolalarning topshiriqni ishiltish, bütün ishlarni biz qilsak, bolalar maktabda yaxshi o'qiyamaydi. Biz Abdurahimjon, biz tamush maktabimizni ochib 2023 kishilik fanniy maktablarda har yil birinchilikni olib keldik endi. Hatto mishalik turklar bu Uyg'urlar zodi aqlliq deganni qabul qildiryapti endi. Alhamdulillah, qabul qildik. Chunki har yili yo'g'o maktabga yo'g'o bir taxtayga nim qildi. Qarshi birinchi numurdan Uyg'urning bolasi. Maşallah. İkinci numara turib 3-4 yeni Uyg'urning bolasi. 5 yil u da 5 yil mushuni davomlashtirdik. Hatto alhamdulillah ash maktablardan biz kelib sildan bir narsa so'raydi. Birinchisi bu sizning bolalar bak aqlliq nima uchun? Ikkinchisi bolalaringni bak axloqli. Ma'u bolalarning ijobiy tarafida. Lekin sizlar bolalarda bir xil kendini ifadeleyemiyor deydi. Bular nima deb ichidikin teshib chiqamaydi. Bunu biladi. Bunda ichilib gap qilolmaydi, gap qilsak duduqlaydi. Nima uchun dedi? Biz unga bir tushunchalar bergan bo'ldik. Mushundaq 2023 kishilik boshlang'ich to'liqsizda bizning Uyg'ur bolalar zodi har birisida 70-80 dan bolalarimiz bor, mushta bo'lgan. 2003 dan hozirgachilik u nimani qo'ldan berib qo'ydik endi. Chunki shu jangi jidalga kirish bilan uning bilan bunun bilan bo'lib qoldik. Endi biz yil yana qaytadan maslahat qilib biz cho'qim endi inshaalloh ya oldimiz yil bo'lmasa kelar yil cho'qim birinchi qilamiz bolalarimizni deb shu tayyorlik bilan ketib boramiz alhamdulillah. Yani din fan o'xshash o'qitildi, ona til o'rgatildi, yaslida ona til o'rganildi. Undan keyin boshlang'ich chiqqan chog'da kitob o'qish, o'qishlar, diniy darslar, fanniy darslar mushtaq ketib boramiz. Bizning to'liqli ma'rif. Ya'ni biz maktab emas. Biz bolalarniki hukumatda maktabda o'qiganini to'liqlaymiz va shundaqla bolalarga ona til, milliy ruh hamda men so'zlasam shu men nisbatan men diniy o'qiyotgan odam. Men dinda menda bir gap bor-ku. Bir mahallada payishvozlik olib ketgan bo'lsa, uya berib namozdan gap qilsang, sen Alloh va Allohning rasuliga xiyonat qilgan bo'lsa deydi.
Bu yer bo'layotgan masala fohishbozlik. Sen namozdan gap qilib haqni saron qilmoqchimi deb. Shuning uchun ana bizning masalamiz vatanning islosi, ayada dinimiz, sharafimiz bo'layotgandan keyin men bolalarga majatini, ya'ni vatanimiz Sharq Turkiston, bizning vujudimiz shu, bizning sarganda bo'lishimizga, mishat haqni vujudimizga Xitoy sababchi bo'lgan. Bizning Xitoylardan qisas bizning tabiiy haqqimiz. Shuning uchun da mana bolalarni mush jihatdan ta'kidlaymiz. Hem bayroqlarni chiqarib, Cumhuriyet bayramini o'tkazayotgan Xitoylar shuning bizni terrorchilar bo'lgan maktab. Amerikadan keyin Doğu birinchining gazetlari va to'xtamay bu terrorchilar bolalarga milk tutqizib aniqan deb bularni deb yozib qildi. Lekin alhamdulillah hozirlik yaxshi salomat ketib borgan. Ana qo'shilib maktablarimiz bolalarni birinchi, ikkinchi Uyg'ur, uchta Turkish, yana undan keyin ular keyin Uyg'ur deb Uyg'urning aqlli millat ekanligini bola natijasi ko'rgandan keyin Uyg'urlik qoyil bo'lgansa buni ansak bizmi qo'shilamiz. Kim bu yaxshi qilsin, bilimli bo'lsin, Uyg'ur gullansa Uyg'ur foydasi va Uyg'ur gullansa shu davlat yashayotgan Uyg'urning 100% foydasi va bilim orqali qadam tiklaydigan gap. Elhamdülillah balalarımız oliy maktabga o'tdi. Mesela mening balam hem qari oldu hem doktor oldu. Yani Kur'an'ı setip kaçlamaydı balam inşallah. Çok doktorluğunu kıldı. Kur'an bilen millet hizmet kıldandı. Mesela bir kardeşimizin balısı hem qari oldu hem adukat oldu. Hem bir balımız pıksılık oldu, hem bir balımız yani ballarımız hem de asla oliy maktab kirib. Bir iş başladı size hazır şuna bo'lgan bolalar. Chiqishga başladı. Bu ma'rif anim biz bek tasma din bilan fanni o'xshash etmanish bek taskardigan ekan. Abdurahimjon. Mesela mening 4 balamni Qur'onda o'qizdim, hem fanni maktabda o'qitdim. Birisi rasmi üzüp chiqdi, qolgan 3 bo'lmasa hammasi bir qatorda yodab bo'ldi. Fanni darsga shunda islom Qur'on yodlashni sal tas keldi. Qur'onda shunda baksam shonan bolalarim dedim, bir qatorda yodab bo'ldim. Endi Qur'on yodlash bizning dinimizda mustahab amal endi, mustahab. Balamma man o'qinglar cho'ng bo'lganda yodolanglar deb qolgan uchini men darslarni qildim. Bir o'g'lim masalan Istanbul universitetida, yana bir o'g'lim shu Erzincan'da matematik fakultetida o'qiydi. Demak ki hem din hem fanda minib g'alaba qozonyapmiz, lekin yomon tasga ikkisini birga yapmamak yomon tas ekan bu. Endi inshaalloh shu chunki bizga din bak muhim, millatimizni saqlab qolish, vatanni mustaqil qilishda bir yetakchi ideya bo'lmaydi. Bizning yetakchi ideyamiz islom. Bu vatanni ozod qilishimizda bu din haqiqiy vatanparvar bo'lsa, agar musulmon bo'lmasa dindor bo'lish kerak. Chunki vatanni ozod qilish uchun bizning din bizni tutib turadigan, chet elda bizning haqiqiy ma'naviy kuchimiz, atomdan kuchli qoral bu din, bu chaqchaq qilgan masala emas, aqida-chu. Bu biz şu aqidamizdan kuchli, biz Xitoyning oldida qurolda bizni kuchli emas. Shu aqidamiz, irodamiz shunaqa shunchalar bir arablar hayron qoldi-chu. Menga Xitoy desak, oy arablar oy Xitoyda pek yo'g'on bo'ldi. Biz ko'z qilmaymiz. Menga Xitoy deb bizni qilayotgan nima shu aqidamiz. Shuning uchun endi biz shu yo'lda mangamiz. Biz o'ylab kelsakmi, bolalarimizga shuni tavsiya qilib, maktabdagilarga deyman, shu yo'lda mangamiz. Bizning chiqish yo'limiz shu. Bir qo'lda dinni, bir qo'lda fanni etmamiz. Maqsadimiz vatan Sharq Turkistondagi qarindoshimizni qutqizib Xitoyni qo'llab chiqib, 1000 yildan keyin bo'lsa Sharq Turkistonni qurish, cho'qim qurishimiz kerak degan g'oya bilan mangamiz inshaalloh. Hozir Selim Paşa mahallesida hamda qanchalik Uyg'ur soni, qanchalik bor hozir? Endi masalan bizningki ikki binoda, hozir ikki binoda 100 aile, 104 aile hozir naq bo'ldi. İki binoda. Yine bir aydan keyin 16 aylı kelsa taxminan 120 aile bo'ladi. Bu 120 aile bir yerda yashaydi endi. Vay. Biz o'tir hisob bilan statistik qilsak, har bir oilada 4 ta bola bor ekan. Her bir ailede 4 ta bola bor ekan. 120 ailenin sanısıyla 4 ta urpaqlar. Anandan keyin ikki yerda yine ikki yerda Uyg'ur binosi var. Her bir ailede, her bir binada 11 dan aile var. Unda onda ali 20 aile desek, 140 aile oldu. Anandan keyin atroflarda u yerdan bu yerdan o'zlari shaxsiy uy bo'lganlar var. Yani az degan joyda 150 dan 160 aile var. 150-160 yer bo'lsa 5 dan 4 dan qolsin 600-700 odam bor degan gapda. Bor degan gap. Yani gap qilib bir odam o'li ko'payib qisqa muddat ichida yana necha ming bo'lgan gapda
Hem de hazır mesela şu sizin ekrandan azırak faydalanıp bir çakırık kılı olay. Mesela şu Türkiye'de şu chet elde yaşayotgan qarindoshlarımızın uyları var şu Türkiye'de. Bazılarının 3-4 tün uy varlığını bilmem. Aslında qarindoshlarımız aş uyunu satsa bizden hazır aş binanın yanlarında yerler hazır. Aş yerden alsak aş uyunu mişede uy kılıldı şu. Eğer aşında kuşulup kalsa aşlar bulmuşlar uygulamayı kılıp oturaydı dep bir irade yap kalsa bizim yerde uzak ötmey birer yerimin aile bulutuk. Ma naya bizden bulup endi. Çünkü hazır mesela saylan bolsa milletvekilleri kilidi qaraslar. Saylan bolsa mı şehirden kilidi. Mesela tünögün takbi AK Partiyadan kilip her kanda işinli olsa biz kılaylı. Ola enak biz bu yerden de saylan bolgandan keyin xalqın aldığı kilidemdi. Biz şu an kiplam soraydı. Türk vatandaşlarından qanchadan badabı soraydı. Çünkü biliyor yani bir yerde qancha avaz varken deb o'ylaydi ular. Ular o'zining ishini o'ylasin, bizim o'zimiz shuni o'ylaylik. Voy hukumat har qanday ish olsa biz qilsak, vatan tinib kapti, voy vatandoshlik shu olsa biz endi qayta hal qilsak, qiyinchilik olsa hal qilsak, voy bundan keyin obdan tatliq yaxshi o'tsak deb mana AK Partining shu naib boshlig'i kapti qishimizga. Ana san bek muhim Turkiye'de ama ovoz nemiz bo'lgandan keyin. Şu uyva qarindoshlarimiz bizden bir ko'rishib, men shundan qo'shilaman desa, bir 50-100 oila bo'lgan chaqda ana alani uylarini satsak, shu pulni akib to'plab, ya elib uy satsak shuni tutidi-chu. Bunda qilish orqali andikan o'g'illarimiz o'zimizning qizlar bilan to'y qilsa, o'g'illar bolalarimiz bir kazda bir vaqtlar yaz kazda aş Qashqardagi yezdagi bolalar o'ynayotganda aş to'pida o'ynaydi deyin bolalarimiz mishadi. O o'xshash shu. Aşlar videolarını da bir taqtыңlar. Yep aşlar paylaşıp qalgan vaqtda bu qatam. Mana denglar naqmedan taqtlı kösülü şu millet kirib bunda Uyg'urlarimizin barken bunda bir ishlar qig'il turibdi deb keşke bir ikki parcha resim chiqarib qo'ymay, aşlar faoliyatdan ko'plab ko'rsatishimiz kerak-ku bu narsani. To'g'ri. Uyg'urim kirib Uyg'urni ko'rib chet elda qo'shilimiz faoliyatlarniga ko'rsak, hammamiz ketgandan bir to'plashib yashaganimiz yaxshi. O'zimizni yo'qotib ketmaymiz. Bolalarimizni keyingi istiqbollari o'zaro tunishadigan gap, bolalar turmushga chiqmasa bo'lmaydi, uni o'ylashmasa bo'lmaydi. Buning uchun shu bir jamoat bo'lib Uyg'ur jamoat mahallesine barliq keltirishimiz kerak hamda. Turkiya qanday kelibdi? Bu dunyoning hamma yerda barliq kelsin, Yevropaliklar işte bir yerga jig'ilishib, o'ltiraqlashsa bu o'zimizga foydali bu narsalarni ekan. To'g'ri. Uyg'ur olayimizda. Ana bu maktabda qanchalik ish xizmatchi bor? İş xizmatchidan muqimdan bizda muqim xizmatchilarimiz var. Ondan keyin soatlik ishlatadigan xizmatchilarimiz var. Muqimdan o'qituvchidan 7 o'qituvchi var. Tazliqchidan 2 tazliqchi var, oshpazdan 2 oshpaz var. Ondan keyin bir bexatarlikni saqlaydigan bir xizmatchimiz var. Anadaki ma sırttan saatlik işleydiganlardan mı bir 7-8 jami 22 xizmatchimiz var. 22 xizmatchi. Ularning maaşını Kanadadan yordam nimasidan biz hamda bizniki Kanadadan boshqa rahat qurostimni bizga ijara kirdi o. O ijara puli bilan mush Kanadadan kelgan pullar bilan andan keyin azbaz Uyg'ur qarindoshlarimiz azbaz yordam qiladi. Shuning bilan maoshlarni beramiz endi. Yani o yerdeki hazır hem de bulayotgan narsalar hazır Salim Paşa o'quvchi bilim yurt deganiki hamma narsa silligil taqildi ekanda narsa o'tiriblar ekan. Ko'sari desamda yaxshi tarafdan ko'rdiganlar bor ekan, yomon tarafdan ko'rdiganlar bor ekan, hamda hamma odamniki maslagan tutgan pozitsiyasi kurashni o'xshash bo'lmagandan keyin qo'llaydiganlar bo'ldi, qarshi turadiganlar bo'lgan gap degandek mushtar avvallarni. Tabii. Aslında bo'lmasa normal bo'lmaydi hamda. Normal bo'lmaydi hamda raqobat ichida shunday bir nima yurishgan gapda. Hamda hozirgi uni qachon sizlar shunchalar bir mahallani barliq keltirib, burundilarga yerdan desabda $200,000 olgan, keyin $800,000 sotdik dedilar. Yani Allah u bir jamoat, bir guruh vardı, onun için hemmamiz yolg'iz sizlar qara qilmaydi Allah. Albatta. Ama Xudoning eliga bu qilib qolsa o'zining yaqinlarini o'rlashtirdi, o'yvasimi, piston bir vaqtda taqildi-ku to'rda. Hoş görsen aş oyuna xalqni ko'chirib deb, aş oyuna ana baz o'zing odamlarga azan odamlarga o'zining yaqinlariga birib oyuna azan boda bu insofsiz u deb nurg'on tillaganlar bo'ldi. Mesela meni normal şu mendan xo'shildigandan tillaydiganlar jex bo'lishi normal. Mesela sizga bir sambiray hozir. Hozir bizga o'yva deyotganlar 300 odam. Biz qancha odam o'yralaymiz?
96 adam öyreleymiz. O iş güzel çuqum tıllaydı. Shundoq ham. O shundoq. Şu normal ahval bu. Çünkü o ular o'ylaydi, mening haliqi bu yerda tuqqanlarim yo'q, ilm tuqqanlarim bo'lib qolmabdi. Men chet elda shu yolg'iz bechora bo'lib qolaman. Bir inim bati o mashina vaqasi tugab ketib qoldi. Apam bati apamni tugab ketib qoldi. Endi shunga bu masala ishtahkan, masalan, berganlar biz endi qo'limizdan kelishicha eng ehtiyojliga beraylik deb tirishimiz. Masalan, şu bizning qo'rorimizda hatto bizga salom qilish xo'sh yoqmaydigan qarindoshlar bor, endi shu o'ltiradi, hech qaysini bilmay ketdimidim. Chunki men nima deb ketdayman, uni salom qilmaydi, u o'zining ishi. Endi ashunda ishkanlik, ko'nlarda bir gap ekan, jiroqdagi mollam, damollam, yaqindagi mollam, bamollam deb. Endi bu masalalarda nurg'un odamlar masalani atrofli o'ylayolmaydi, insofli o'ylayolmaydi. Bu bizningki sil billahligi hayot vaqti taz tilaymiz, o'lgandan keyin taz yig'lab qo'yamiz, maqtaymiz. Abduqodir Damollam biz Abduqodir Damollamdan bir saqalning tukiga to'g'ri kelmaydigan odam. Shu odamni axir o'ltirib qutuldik o millat. 50 yil degandan voy deb hozir bo'lsa hozir o'ltirib bu millat. Men 100 dem Abduqodir Damollam bo'lsa hozir o'ltirdim deb. Shunga o'xshash bu tarixda bizlar emas endi. Chunki bizlar emas. Bu tarixda bo'lib kelgan masala. Tarixdagi shu dangliq islom shaxslarini qarasangiz, ko'pinchisi shu o'z tarafidan o'ltirilgan. Masalan, 4 mazhabning egillari Imom Abu Hanifa xilofat davrida o'z musulmonlar tarafidan urib o'ltirilgan. Imom Shofiyni Imom Malikning taliblar urib o'ltirib o'tgan. İmam Ahmad Hanbalni shu urib o'ltirib o'tgan. Bu normal ahvollarni. Buningga biz qabul qilaylik endi. Eng muhimi o'zimizning vijdoni Alloh subhanahu va taolo oldida bo'ynimiz qildan inchga. Endi Alloh subhanahu va taolo bo'ynimiz. Endi vijdonimizda men xalq shunda deyman, ey xalqim anglanglar. Men hozirgachilik ya xalqqa ya vijdonimga yuz kelmaydigan ishni qilmadim. Chekit. Onun aks bo'lib qolsanglar, Selim Pasha marhamat. Her qanda qulundan başka mana ma'u desanglar bo'ynim qildan ichga. Her qanda bir odam kelib, tashkilib bir tekshirib qildigan. Voy tekshirdi, tekshmaydigan ish yo'q. Mushu hatto bizning bir konu muhasibimiz bor-edi. Ma'tabrak. Ash konu muhasibini izlab, sen musha kusanligi muhasib bo'lib ekansan, biz tutuvaqda bir yerni teppaga deb beribdi shuni qilgan. Bu buldu qarindoshlar, agar mendan bunchalik bir narsa deb qoldigan bo'lsa, hozir u meni yevasi, bu anaqa tabiiy ahvol. Ba'zi insonlarning shundoq har bir odamning bu dunyoda shunday bir raqibi nimasi bo'lgan ekan. Uni biz Alloh qo'ydik. Lekin men yana bir qatim deyman, alhamdulillah men vijdonim bilan, g'ururim bilan, iymonim bilan yashab keldim. Allohning oldida bo'ynim qildim ishga, xalqimning oldida xalqimga yuz kelmaydigan bir ishni qilmadim. Chekib keskin diyelayım. Eğer onun eks çok kas halkım kes. Qanday adamda hesap edip, voy xoskinisi Abdurrahimjon bilan qanday davatdan, ma'ni qilim deysa degan anisi o'g'il deb tuqqan, o'g'il bo'lsa kasi bo'ladi. Jism bilan chiroylab to'rda yozmay, kasi ushlab qo'ygan. Kasi. Bu masalan, o'zir billah to'rlarda, o yerda bu yerda tatang. Ba'zanlari hissiyatchan bo'ladi. Voy deb qildi. Ba'zanlari nima qildi? Ba'zanlari ma'lum g'arazlan bo'ldi. Mush qilayotgan gapimizdan ba'zanlar rozi bo'ldi, ba'zanlari ma'g'ul deydi. O dunyo, bu dunyo. Ey, o'zini yarat. Hozir Alloh subhanahu va taolo yarat qancha odam Allohni e'tirof qildi. Muhammad alayhissalomdek musulmon emas, kafirlar, axloqli odam deb e'tirof qilgan mu'tazilani qancha odam e'tirof qildi. O tabiiy o ahvollar. Uni men kirishganning foydasi yo'q. Masalan, uyda jim o'tirgan bo'lsa, hech kim tillamaydi. Silmash nimani ochmagan bo'lsa, hech kim tillamaydi sizni. Eng xotirjam odamlar. Shunga deydi, ama biz o'qigan kitoblarda xotirjam yashaysan, hech ish qilma, dutib ol deydi. Dutib olsang, mana nurg'un nima tillamaydi, chunki hech ish qilmag'lik, hech kim ish qilgan keyin xatolashmaydi. Ama ish qilgan chuqum xatolashadi. Xatoligimizni o'rganib, nada ish qilsak shu yerdan qo'pib, hozirgacha davom qilib kelyapmiz. To'g'ri, hamdaligi o'zining turmushini qamdash, o'zini g'amini yeyish, bu bir boshqa masala. O'zining ehtiyojini qamdab bo'lgandan keyin millat uchun, atrof insonlar uchun bilim toptish, uning ehtiyoji qamdash uchun bir qadam olish, bu ajoyib bir olijanoblik bir ruh bu rasmlikni. G'arbning ko'ryapmiz, kim bo'lsin, o'zining nimasidan ishinib, millat uchun vaqt ajratib xizmat qilmoq oson ish emas. Tillaydiganlar haqiqatan jab. Hozir dag'al inkosimi, men o'qib ulguramadim inkosni. Shu qadar yozyapti-da, bir obdan suhbat bo'layotsa. Ana hozir ko'rsam, Habibulloh Efendim dedi,
kim bo'lsin, qayda jihatda men hisob olishga qolsa, kelsin ishxonaga deydi. Kelinglar. Aşağı bir hisob beraman, ekran eching anakani birini deyishlar. Bu to'rda yozayverib qarsam, bir sizning ismi jismi aniq emas. İsmi jismi aniq bo'lmagan, chiroyi aniq bo'lmagan, tonimaydigan odamning yozgan savoliga va javob berishning o'rni yo'q bu narsaga. Boshqa hozir Biblioteca efendim degandek, kim hisob olmoqchi bo'lsa, kelsin ishxonamga, chiroyli qarshi olaman, ashyoda so'rgan savollarga javob beraman deydi. Endi oyoqda ba'bisa, anakanidan ashyoda telefon qilinglar, mana bag'amtoq ekranga chiqqan so'zlagan bilan ishini oldiga kelib qolsak, ishini ochmadi. Ya javob so'raylik, yaqin kelmadi, dan ochar anakanidan qolganni, ana deydi, ekranga chiqqan deganlar ishini oldiga kelibdi, ajab kirgizmabdi, bu nima ish deb, o'sha biz deyolmaymiz bir narsani. Xo'sh, unda qolib qolsa, rahmat Habibulloh Ko'san efendim, shu Uyg'ur Selim Pasha mahallasini barliq keltirib, shu yerda o'qib, bilim yurtini qurib, shunchalar Uyg'urlarni uy turalg'i masalalarini, maktab ta'minlarini hal qilib, bir jamoatchilik shakllantirgan sizning rahbarlaridagi sizning qo'llayotgan mushu ulug' planning ro'yobga chiqishi uchun moddiy, ma'naviy jihatdan yordamda bo'lgan, Kanadadan kelganlarni sizlarga tanishtirib, shular so'rni hozir barliq qarindoshlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Endi xalqning qilayotgan ishini e'tirof qilishimiz kerak. Chunki o'zimiz qilolmagandan keyin qilayotgan yerda ko'zimiz ko'rayotgan bo'lgandan keyin uningga hamda qo'llamsaqmi qarish turadigan gap so'zdan yiroqroq turib, chiroyli ham uniki o'zining loyiqida bir muomala qilishimiz kerak bu narsani. Xo'sh, unda qolsa programmaniki birinchi qismi tugadi mishada. Selim Pashadagi Uyg'ur maktabi o'qitish nimalari haqidagi bundan hamma narsalar Ko'san efendim so'zlagandek bo'ldi. Buning munosabatli savollar degandek munosabat savolida ham ikkinchi temaga o'taylik, ham Selim Pashadagi jinsiy parokandachilik. Yani bu jinsiy parokandachilik to'g'risida gap so'zi taqilgan vaqtida mana dunyoning hamma yer odamlar bir narsalarni avatdi, yozdi, har ovozlarnikini mushtar bir suhbat qilgan bo'lgan bo'lsa, deb suhbat qilaydi deb kurashdim sizlar shunaqa mana xalqlarda da'vatida bir suhbat qilaylik dedik. Ba'zi odamlar paranglashmoqda desam suhbat qilganinglar yaxshi. Chunki men chet el ko'ryapmiz qarindoshlar, Uyg'urning qoyil qilinmaymiz. Men so'chcha emas, hech kim so'chcha emas. Ya bizning Uyg'urlardan birda Uyg'ur oqsoqollar bir jamoat to'p bo'lib ketgan bo'lgan bo'lsa, hammadan bir e'tirof qilg'idik. Bizning mahalla vatandami bir oqsoqollar bormi mahallaniki. Shu mahalla oqsoqollar gap qildi, o'tirib tushib, hal qilmagan narsani hal qildi. Bir qatim tarbiya qildi, ikki qatim tarbiya qildi, uch qatim tarbiya qilmagan, tarbiya qilib oqsoqolning gapini anglamagan odamnimi oqsoqol emas, mahalla qo'yma ko'z qilmaydi. Bizni yiroqdi deb nima qilmaydi biz Uyg'urlarniki an'anaviy mahallachilik qoidalarimiz bor bu narsalarnikini. Ammo chet ellarda ko'ryapmiz, bir necha o'tgan yildan tortib bulayotdi nurg'ulgan jinsiy parokandachilik voqealari Selim Pasha mahallasi emas. Dunyo Uyg'ur qurultayida chiqdi, Amerikada chiqdi, Turkiyadagi nimada chiqdi, var jamiyatlar ko'ryapmiz. Uningga shu tashkilotida, shu jamiyatda ishlagan 100 obro'li odamlar aralashdi, hal qila oldim, hal qilolmadi. Shunaqa hech qaysini hal qilolmadi. Oxir g'arbning axborot vositalarida chiqib, qanday bo'lib ketdi? Oxirgi o'zimizning obrazi xunukishib chiqib qoldi. Shunga men bu narsani obdan dangsa, bu ekran chiqish kerakmi, chiqmas kerakmi? Chiqib qolsam, kimni to'g'ri, kimni xato qilgan, men qanday ariya olayman bu kerak narsanikini? Shunga men sabr qildim. Yolg'iz bir tarafning gapini anglasa, uniki qarshi ajoyib fakt sifatli qo'llanma keraklik. Men dunyoning hamma yerida Uyg'urlik uchur yozdi, nurg'un isbot qildi. Pulni qo'yayotgan Allomat menga bir yordam qilgan bo'lsin, siz qo'rqmaysiz, yiqila olasiz degan birisi deydi. Onun anda bir nimalar var deb qaysi birisini anglayman men. Mening gapimni kim anglaydi? Ko'ryapmizmi? Har 100 obro'y va odam o'tirib ishni hal qilolmagan yerda men nimani hal qila olayman? Mening gapimni kim anglaydi? Shuning uchun buni hamma kim jinoyat o'tkazgan bo'lgan bo'lsa, sud va qonun bor, shu orqali hal qilish kerak. Chunki Uyg'urniki bir kuchimiz bo'lmagan kuchimizningkini. Endi xo'sh, endi hozir programmamizning ham ikkinchi bosqichganda jinsiy parokandachilik voqeasi chiqqan vaqtida, men shu degandek sudning bir qarori chiqsin, sudning qarori chiqib bo'lgandan keyin endi bu nuqtada bir suhbat qilaylik deb. Endi sizlar Selim Pasha mahallalarniki qurish ishlarida abatni hammani o'tirib qo'ylar, buning bir tuhfalari bor ekan, bir jamoat o'shani barliq keltiribdi. Jamiyat bo'lgandan keyin har xil nashoya ishlar bo'lib turgan gap, yaxshilar taraqqi minishdan tang, uning qarshi jamiyat har xil nimalar bo'ldigan gap hamda.
Şuңaşqa endi bu jinsiy parakendlik vaqasi chiqib ketganlikin hozir sildimi oqlaydigan, yana biri qaralaydigan, yana biri qarab sizning nima qiladigan ish yo'qmi yaninkini. Endi bu narsa eng oxirgi qatam nima bo'ldi? Sotqa chiqdi. Sotqa chiqib Ahmed degan bu nakasni 112 yil kesyaptimi işte bo'lganda. Men shu to'rda narsani ko'rdim narsanikini. Ana musha haqda asliki sotniki shu chiqirib bir xabarda taqildi-ku endi bu. Mush 112 yil kesyaptishiga mush narsasiga qanda qaraylasizlar bir maktabniki qurg'uvchilari bu ishning ustiga bo'lgan ekan bu maktabniki jig'ildan Uyg'ur mahallasidagi yuz obro'yiga nocho'ng bir dog' tushdi. Mushlarni ben deb mana mushlar biz nima bo'lib ketib, balan o'qish nima jihatlardimi ba'zi bir nimalar ko'rilganligini deb berlanisnikini. Jig'ib aytganda bu jinsiy parakendlik vaqasining chiqishi Salim Pashadagi Uyg'ur jamoatiga, uning keyin o'qitish maktabiga aslındaki ballarını uy qaytarib atdı dilemezden. Bu memde bir çoğun bir zerbide hem ballağa hem ailelerine degendek. Şimdi oturup işten çıkamaydıgan gap. Ana Türkiye cemiyeti de bunun nurgun sosyal medyalar çıkıldı, nurgun geziler çıkıldı. Jigip etkanı bu Uygur'un yüzüge yani bir kar dağının birisi düştü. Muşu ehtis aşı nemede bir zonski kesip etkenimiz kanda karayla aşının da nemeli değilgen aşı sotman nemelerde. Sizin ağzınlardan bir anlap bakıyorsunuz ki mektepten sonra nemi sonuçta. Doğru. Aldı olan men çin kalbimden muşundaq bir musibatning hech qandaq bir dadının beşiği kelmesin deb Allah'tan tileyman. Bu bek çoğun musibat mavcu endi. İkincisi her qandaq bir narsiydi qizimizni Allah subhanahu wa ta'ala muşundaq iflas, necis ablaqlardan Allah saqlasın. Üçüncüsü bu cinayetçi ablaq 113 yıl emas 1200 yıl qo'shilaman. Çünkü bu iflas bizningki mushu qilayotgan ishlarimiz uchun ig'ir bir ziyon solishga sabab bo'ldi. Shuni men ota-onalarning deyman hech qanday bir dadining bir nimani beshig'i bu kammasin deb arzu qilaman. Farzandlarimiz endi o kichik farzandlarimizga farishtadek bir beg'ubar sabiy bolalarimiz Allah subhanahu taala har qanday bir yomon niyatlik ifloslardan Allah subhanahu taala buni saqlasin. Bu bizmi asos jihatda buni ish bo'g'ili 2 yil bo'ldi. Biz shuni hozircha hech qanday bir bu haqda bir narsa demadik, so'z demadik. O bizning bir qistab ketdi, voy chiqmamsa, voy manda davatidi, bu rasulimiz deb gap qilmaysizlar deb biz dedik, hukumat jinoyatchini tutdi, sud oyadi mengatidi. O suddan burun men degandan bu Turkiyada sudlimga adam qilmadimdi bizni. Bu işler bek jarayonchi. Men qisqachalar bir jarayonni nima qilay? Oldi bilan endi men dedim-ku, men bu jinoyat bu hatta deyman jamoatga. Mush qizlarning mushu jinsiy parakendchilikka chetishlik dunyoda kim bo'lishidan qat'iy nazar shu qatorda men bo'lsam jazosini tortishim kerak. Agar bizningki xizmatdoshlarim bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar agar mush ishqa chetishlik bo'lsa, bu mayli qonuniy jihatdan bo'lsin yoki dalil faktlar aniq isbotlansa jazosini tortish kerak. Hatto men bu yerda maktab boshlab zulm edim meni. Agar mening maktubimda shunaqa ish yuz bersa, omillik jazosini tortishim kerak. Chunki men bu yerda maktab eching demadi. Men maktab echib yaxshi qilay deb tirishman. Agar men maktabda bir bolaning tutsunib ketsa, men maktabda bir bolaning 5 yelib ketsa, albatta men mas'ul bo'laman. Shuning uchun hatto agar mushqa men chetishlik bo'lsam, mening mushti qo'lim bo'lsa, men jazolanishim kerak. Chunki kichik bola o bir hech qasimiz bir narsa demaydigan ish. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala hamda bu ish to'g'riliq nihoyatda jiq. Bu ishlarning arxiv ko'rinishi misal murakkab. Men degandek bu Uyg'ur madrasasini boshlagandan keyin har xil ish qo'shilib bizning maktabni to'rovchi deb, meni topshirib birsan deb, undan keyin bizga har xil bu ishlarning yuzlanishim boshqa tarafga ketib qolgan bir ishlar bor. Ala kulal bu ish 2026-oyninki 23-kunsi Abdukim G'azi men telefon qildi. Men o chaqda Zaytun burundimi, Safakoydimidim. Ustoz neredesizlar dedi, men Palaniyada desam, mush kichik bolalarga bir qarqul uzalgan bir ahvol bor dedi. Voy, nim bo'ldi desam, mush Ahmed Qodir mushunda bir ish bor dedi. Biz darhol chiqib ko'rishaylik dedik. Shulan seni boshlaga chiqib, hozir men o'ltirib so'zlayotgan bu ishxonada o'ltirdik. Biz azroq qanday telefon nerede görüşümüz degan maktabda ko'rishaylik dedi. Abdukim G'azi ayol kapti.
hem bir parıqdan bolam deb er ayol kelibdi. Bu yerda o'ltirdik. Men Abdurim Acim va ikki oila 6 aydan o'ltirdik. O'tirish ular nima ish bo'pti degandan keyin, mushunda ish bo'pti. Qizlarning deyishicha, qizlarni uya beylarini tutib, mana suyib olgan ish bor ekan dedi. Degandan keyin shunlar men aliqi boshqa gap qilolmay, aliqi arabcha, parıqdan bolam arabcha. Mana zina bosqinchilik ish bormi desam, yo'q da parıqdan bolam arab tushundi. Degandan keyin shunlar men aliqi zinani bundaq cho'ng ish deb ifodaladim. Cho'ng ish bormikan deb degandan keyin o'sha u yo'q ekan dedi. Shunlar men u Ahmad degan iflosni tushundirdim. Bugun manda kelgan, uning nurg'un hikoyasi bor bizda-ku. Shunlarda shunlar oxirisi dedim. Qarindoshlar, endi sizlarning bizdan nima telefonlar bor? Qanday qilib biz sizlarga buni uramdiq, chiqib jandarmaga damdiq, nima ish qilamiz degandan keyin Farruxdan bolam dedi. Endi bu yerda bir zinaxo'rlik boshqa ish yo'q ekan. Farruxdan bolam degan. Mushu qizi ziyonkashlikka uchragan dadining birisi. Dedi, bu da endi bizning mening bir to'bash qizlarim bor, buni agamsan bo'lmaydi. Andan keyin biz Uyg'urlarning yuzigimiz sat. Bu maktabimizga sat bu ish. Shuning uchun bu iflosni mishada bir qo'g'lab paslar, bu kassun bu yerda degandan keyin men Abdukim G'azini so'radim. Abdukim Ajim sil qanday qaraylasam, Abdukim Ajim zodi bu kuni bu yerda bir kassun, bu ko'sakmi ishimiz chidamaydi bu kuni deb, nayt hayajon bilan bir narsa qo'g'lab paslar dedi. Shuni men hatto ayollardan so'radim. Ayollar sil qanday qaraysizlar degan keyin ayollarmi shu erlarning gapi qo'shilmaymiz degandan keyin men yenimdagi Abdurim Ajimga ma iflosni bugil qo'g'layapsizlar dedim. Shular ma'qul deb buni kelishgandan keyin ikki ota-ona bizga manda dedi. Endi bu ish mushadlik qilib qolsa, sizlar ayollaringlarni demisanglar, mushbatam qilib qolsa dedi. Degan keyin ma'qul deb bizda so'z olgan bo'ldi, biz so'z bergan bo'ldik, va'da bergan bo'ldik. Shular meyadan chiqib ketdik. Chiqib men shundan aldirmay, bizning hozir rahat qo'rosiga bordim. Rahat meni uyim ashada. Borsam xubtanga azon chiqdi. Xubtanga azon chiqqandan keyin shuning bilan masjidga kirdim. Masjidga kirsam, Abdukim G'azi hozirgi qizni Manda qilsa qanaqlar gaplarni bo'lib aytdim Ya to'g'ri. meni asosiyadan tugdi 2 minut tugaydi. Xo'sh. Tugdi. Shular masjidga kirdik. Masjidga kirsak, men ikki ota-onam bor, qiz ziyonkashlik uchirgan. Anandan keyin jinoyatchi iflosmi kiribdi masjidga. Shular bu yerda xutdan o'qidik. Ya'ni qizlari ziyonkashlik uchirgan ota-onalar bor, men bor, boshqa jamoat bor. Bu yerda xutdanni o'qidik. Shular xutdan o'qib bo'lishimizga men jinoyatchi iflos qo'y. Assalomu alaykum ustoz, mening Izmirda bir tuqqanim bor, shu yerga berib kelay dedi. Men qapqimni turib jimda o'ltirdim. Boshqa jamoat uqmaydi hech qanday ishni. Voy ketamlar deb jamoatlarni qo'shishib, bu shunlar yo'qolib ketgan bo'ldi. Shuna 2-3 kundan keyin Abdukim Ajim telefon qilibdi. Biz jandarmaga deylik deganda, "Ha, danglar" dedim. "Sizning mana Alloh shahidim, bu sening haqqinglar danglar" dedim. "Ha" dedim, "Yeni yo'qolib ketdi." Endi 3-4 kundan keyin telefon qilibdi. "Ma ayollar deymiz deydi, ma ayollarni bir to'sib olgan bo'lsa da, "Voy, danglar jandarmaga" dedim. Shundan jandarmaga degan bo'ldi. Şo'lan bu qizlar aldikayni o'tdi, arliqda endi bir nim bo'ldi. Xo'terlik 80 dak jamoat Selim Pashaga bir kun paydo bo'lib qoldi. Xo'sh desak, bugun seni kumimiz, ya sen bizni kumisa, bugun kumimiz sen guyla deblamaliqi biz yaqin o'tadigan, voy bir degandan sallabni tushdi, bu nim bo'lib qolganda deyman-da. Laylicho miyada endi Allah sildi anglasak, bir taraflik anglaymiz. Ya bunday gap Abduqanijon. Mana mening mush gapim rost. Yalgan deb chiqsa, ikron ikronlarga mush ota-onadan qaz chiqalaydiganda. Undas mana jamoat angladan hammadan kiras butun diaspora Uyg'urlar ekranda mush suhbatni qilaman debmi, masalan suhbatni chimi kirmay boshqa qilmoqchi deb nurg'un odamdan tilahonatni oldim. Ko'rdinglar, WhatsAppda nurg'un gap bo'lib ketdi. Men chiroyli o'zimni ko'z qarshi o'tirib qo'ydim. Chunki bu ekran ochgan bo'lgandan keyin men hargiz hech qanday sharmanda qildigan, yana nima qilgan ish yo'q. Mush 80 adam bilan tugitmayman. Chunki bu jiq so'zlasak 2 soat, 3 soat so'zlab ketmaslik. Men 80 adam chiqib chiqib dedi. Ha, guli ya bugun sizni bizni kunimiz, ya sen bizni kunmisa, qina jinoyat tapa deydi. Shu bu nima bo'lib ketganda ungacha qo'pib urimiz deb, shunday qo'pilish bugun zodi, bugun deb degan. Men bir xil bir narsaning bu yerda bir xato ekanligini his qildim-da. Shuna bilan bizning Qorovdagi masjiddan chiqib, men masjidimizdagi cho'ng masjidga chiqdik. Ungacha bir u chiqqancha bir 7-8 oxunim bor ekan, oxunimlar o'sha yerda ketibdi, bugun bu yerda qanliq jo'da chiqdi ekan deb.
Şu olan bu yerden kopup Abdülhakim Hacım'a nim boldu sözler diyenken Abdülhakim Hacım resmi elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah cüme kutupsun beni okuyup biz Allah'ın uluk uyutturup etmez. Menin guvalığımga Allah likin Brahma yani koşup kalmasında bizge 3 yıl cinayetini attı. Birincisi bular cinayetini kaçırıp etti. İkincisi cinayetçinin uyga kirip naq meydanı buzup etti. Üçüncüsü sakçıqdıdan da bizni öyden köçürüp etmezdi deyip 3 yıl cinayetini atkandan keyin andikin cemaatinin neme dep açığı bilen çıqqanlığını men şu his qildim. Şolar o'nguç zat bizni haqoratlab turdi, tillab turdi. Aşqıplam urup desa bu ishni tugitadigan shunda payla. Yaman tasta yalurib yurib, voy men bir gap qilay, bir kömsanlama o'ltasanlar men bir gap qilay deb andan keyin bu ahvolni voy qarindoshlarimiz bu jinoyatchini qochirayotgan ish yo'q. Mana nima o'ltirdi? Tarixdan bo'lib hamda yolg'on gap qilmaydi deb ishqindiga adam hamda. Onun üstüne mecliste yol hesap koyganı cemaat hemeden bilirdi. Ben dedim o mana namazlık cemaatler ikisi yol hesap koydu diyenken öyle diyen iş kılıp bu yerde biz ma 3 yıl atkan cinayetini delil fakti bilen sözlegen diyen otellik bir balı var, yüzü yaxşı bala. Ay siz yalgan etipsiz ya. Bizim maz kıldığınız ya ina üzünüz bir şaplaksan ben yol hesap koysa ina dep şuna geplen xulası. Bu 80 cemaat bu yerdinde kaçuğa iş yokken cinayetçini tutaylı. Dep u yerda jinoyatchini tutadigan bo'lib, shundan bu sud oxirlashib 15 adam hukm chiqadi. Hukmda bundan keyin asos jihatdan ikki taraf urushmanglar, so'qishmanglar. Bu jinoyatni o'zlarini yo'l solib qo'yibsizlar. Jinoyatchini tutaydi degan keyin Abdurmajid 10 ming TL chiqarar jinoyatchini tutish dedi. Bir qadis 20 ming TL chiqarar dedi. Shundan bu ish bo'lib, bu sudda 80 kishilik sudda Mahmud Tamollam bati. Mahmud Tamollam Abdülhakim Hacım sının başka gaplar var mı diye dikkatlab Abdülhakim Hacım men muhmam hayron qoldim. Maktabni o'tkazib bersin deb tushdi yerda. Chiqqandan xotinlik jamoatlar ay bu maktabni nim qilsa siz u maktabni bas qanday qilsangiz u maktab bilan bu ishning nima munosabati bor degan keyin voy maktabni aqtiramaydigan u maktabni aqtiramasa u boshqa gapgan deb shundan bu ish mishada tugab oxirida biz Abdülhakim Hacım bilan quchoqlashdik. Yani bu joyda tugdi. Biz jinoyatchini tutaylik. Abdülhakim G'oziga mi Başka degan shu. Shular u yerda quchoqlashdi bu jamoatning ichida 80 adam bor u yerda. 70-80 adam bor. U yerda yana molladan 3-4 var, jamiyatning tashkilotning ballari var, mujohid ballari var, nurg'un adam bor u yerda. 80 adam bor shu yerda. Maktabni vasul degandan keyin u yerda boshqa gapilib, shundan quchoqlashdik. Men dedim, Abdülhakim Hacım sabr qilsizlar, bu ish kapto jinoyatchini tutaylik deb, u yerda bu ish tugdi deb biz chiqatdik. Bu bir kısım işe tugaydi. Ertesinden başlab men degan Facebook'larda bu iş qaynaydi. Bu jarayonni so'zlasak, men yine deyman jamoatlar. Bu jiq ishlar bo'ldi. Hatto Xitoyning CCTV'siga chiqdi. Hatto Kanadadagi jamiyatga xat yozib, maktabda 30 bolalar jinsiy parakanchilik uchirgan, bularga yordam qilmanglar deb xat yozgan bo'ldi. Voy millat vakillarini tepki qilgan bu jiq ishlar bo'ldi. Ey qarindoshlarim. Nurg'unlaringlar, sizlar bir singlar mush beshinglar kaslar jinoyatchiga chapa yapamtanglar. Bir Uyg'ur erkak iymonni gapini qilmaylar, iymonni ama bir erkak mush kichik volga bir nimtisa ash itlas abdaski chapa yapamsizlar. Buni hech kim qilmaydi. Sil qilmagan adam men qilaman mana shuni. Men mush xalqning oldiga chiqib bir Allohning nomidan azbaz so'zlaydigan bir talib men shuni qilaman. Shuning uchun bu yerda o'zimni aqlam o'ltirmayman. Qonun hozir davomlashyapti. Men dedim. Birincisi qonun sud davomlashyapti. O qarshi taraf az qiltimish, o az qilsa o'yini davomlashir ekan. Ikkinchisi men dey. Mushu Turkiyadan bo'lsin, chet eldan bo'lsin bir guruh tashkillanib, mushni biz aniqlaymiz desalar bo'yinim qildim ichga. Kilonli jamoatlar Selim Paşa miyada, men Habibullah mishada tekshirib, tafsili delil isbotlar bilan mendam rostga qilsam menda nurg'un ovozlar bor. Chunki men ishning boshqa tarafga ketib qolganini bilib, ba'zi ovozlarni olgan. Mening degan gapimga isbotlaydigan ovozlar bor. Chunki bu axloqsizlik asli. Bu men hozircha ovozni chiqarmadim. Nima qilsa xalqning ovozini evlish axloqsizlik. Lekin men amal yo'q. Bu ishda qarasam boshqa yoqqa ketib qolgandan keyin har holda ep saqlab qo'ydim. Bu buningga o'limalar aralashdi. Bizni 3 qatim Abdülhakim Hacım bilan voy bu jiddillashmang deb quchoqlashtirib qo'ydi. Ma'qul deb quchoqlashimiz 3 oydan keyin Abdülhakim Hacımni bir narsa yoziblam voy bu guli deb chiqadi. Ham shuning uchun bu masalada asli kichik bolalar muhim. Jinoyatchiga iflosninki nemisiga uchragan asli qizlarga yordam qilsa bo'ldi. Asli Abdülhakimjon, men sizga bir kuni Rabiya onamiz telefon qildi. Desam, siz kusani balam sizni mandaq qilar deb o'ylamabdi ekan deydi. Desam, siz jinoyatni qutqizish uchun 3 advokat tutiblar deydi.
Men asli mana Allah şahidim. A qizlarning ota-onasining iqtisodiy ahvoli yaxshi emas deb IXX'ninki, men deb beray advokatning kimligini. IXX'ning hozirgi boshlig'i Bo'lat Yildirimning o'g'lini berib dangliq advokat. Mush qizlarning huquqini qo'g'daysa, zada bu ish nim bo'lgan uqsa deb yollasam lan, voy, kusani mush jinoyat 3 odamni advokat. Yaqinmi kelanmadim. 3 o'qituvchi, ayol o'qituvchini oilaga kirib ahvol so'ranglar desam, atli yezib, voy o'qituvchilarni akirib bizning bisim qildi. Shuna men qizlarga yordam qilishdan ojiz keldim. Bo'lmasa asli biz adam bo'lsak, ziyonkashgan qizlarni psixik jihatdan, ruhiy jihatdan bular unutulish kerak. Bu qari kuchni, bu rezillikni asli unutulish kerak. Bular u yerda so'rab, men nima uchun to'g'ri chiqmadim? Men shunchalar qarlashga, zulmga sabr qildim. Aş qizlarimizning bir cho'ng bo'ladi, bu gaplar ular unutilish kerak. Men savr qilsam, masalan, menga sizga o'xshash bu telefon qilib, agar gaping rost bo'lsa o'tirga chiq. O bo'lmasa, qarshi mana davatudo bu ota-onalar. Men dedim, ochiqda deydi, hozir sud ketib bordi mana. Agar biz mana men deyman, hozirchilik hukumatdan bizga kelib, manda ish bo'ldi deb bizga deylik. Men so'raqlik, men maktabning aloqasi bormi bo'lsam, yo'q, maktablarning bu ishga aloqasi yo'q deylik. Endi buningdan kimmi? Mening bu ishga aloqam bo'lsa, maktabning aloqasi bo'lsa, menda amal yo'q. Men jinoyatimni men sudga tortilishim kerak. Maktab agar shunday bo'lsa, maktab mas'uliyatini ustiga olish kerak. Maktab mas'ullari bu ishga agar chapon yapgan, qochuvgan yoki har qanday bir ish bo'lsa, ustiga olish kerak. Men shu tarafdori, men shuning tarafdori. Men qanday 100 kelma kichik qizlarimga, mening qizim bor. Qanday bir ablaq vijdonsiz odam bu mushlar ishlarga yon bosadi ekan. Bu dunyoda jajisini ish kerak, oxiratda jajisini ish kerak. Bu kichik ish emas bu. Rahmat, endi ma ishning tafsilotiga asliga mening qattiq bir programmaga kirgizmayman degandim-da. Sizlar dedilar, o'tirish qatim kesdim gaplar. Yo'q, bu degan bu tafsilot emas. Men sizlar deganning qisib deb berdim. Tafsilotini desak, bu yerdagi hikoya, qiziqishlar yamanjaq. Lekin men yerda bunun digim yo'q. Sizlar böyle 80 adam bor, yani bir necha adam bor deb dedildi. Qadam ismini olgan boshqa hozir so'zi vosita deb, chunki adamninki misol olmagan bo'lgan bo'lsa, men ishonmaydim bu narsa. Shu. Men shuni aytdim. Hozir bu to'g'ri taqagandan keyin yana sizlar qarshi, men qarshi nima qilgan, meni kesib taqib aytib bilamiz bu narsalarni. Taq yo'q. Taqasimi? Men o'tirsizlar 80 adam bor, u bo'lgan 80 adamning 80dan chiqmismi? 3-4 bir ko'z ko'rinmagan adamni masalan men deb beray. Xotellik Qadrdin Hacim deydigan ahlilmi isil bir adam bor. U bor. Yakanlik Mahmud Damullan bor. Masalan, bizning shu kumimiz degan haqiqiy vijdonliq o'g'illar masalan kim bo'lsa Akbar Hacim bor. Anandan keyin masalan Alishir bor, Sharq Turkiston vaqtininki. Bu jiq adam bor bu yerda. O 70-80 adam o'ltirib, "Hey dedim, bizning manchilik bir narsa tuasa, uykusi kim iniq dedi. Bugun aqasini kimimiz dedi. Ya sen bizni kimizsan, sen bizni kimiz tapa jinoyatchi degandek kelam biz hayron qilalik u yerda. Uningdan kim u nechiqitim bu sapa bu yerda sotlar ichilib ketdi. Bir qatim ichilgan sot emas, undan keyin sapa ko'chada ichildi. Biz yo'q uqmaymiz. Undan keyin bu yerda 13 o'ldimalar chiqdi. Hammasi qarindoshlarimiz bo'lgan ish shu. Agar xatolik bo'lsa bo'ynimizni inchga deb turdik. Faqat men ikki adam mendan so'radi. Biri o'lib ketganligi shoir qarindishimiz. Selim Pasha nim bo'ldi deb so'rab chiqqan shu. Biri doktor professor nima? Qarliq. Adres Qarliq ata aytan kelib, nim bo'ldi dedim, boshuna bo'ldi dedim. Undan boshqalar so'zlaydi, men bir telefon qilib nima ish bo'ldi demaydimdi. Qarindishim, men bir Uyg'ur bolasi, men bir musulmon, mening maydam tikva bir odam. Men jamiyatni ko'rgan, dindim o'qan odam. Bu qandoq qilib bu bir kichik balga nima qilsa mumkin emas, men buni qarab turmayman. Endi shu hozirgacha shuni men savr qildim. Nima qilsa bu gap aslida ekrandan deyilgan gap emas shu. Buni jinoyat tutildi, iflos ablah tutildi. Ota-onalar buni tutdi. Shu joyda men suyutam desam, suyib metmedin apirib jandarmaga berib o'ltadi. O açıkta soyutamıyorsan soyunmadılar. Yani bu meselede ben yine ata-onalar bilan meni jiq tilladi, jiq haqorat qildi, jiq nim qildi.
men ata-onalar bilan demayman, chunki u kun hech kimning kuni kelmasin endi. Men rastayman qanaqa. Men anda olib qolsa, yurgim yerilib ulab qoladimki deyman. Alloh saqlasin. Endi shu qarindoshlarimizdanki shu ata-onalarning ichi qon bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo bu aloqa haq bir ishga batil bir ishni vosita qilib maqsad nishon qilib olsak bo'lmaydi. Mening deydigan gapim, bu dunyoda qonun bor, jamoat bor, oxiratda Alloh bor. Oxiratda Alloh bor. Bunun hisobini oladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, bizning kendimizden tilni sanglar, bizning güçümüz sizlarga sadaqat. Bizga sabit qilishlar boshqa ish yo'q. Agar mening telefonimni deb beray, 0536 994 63 38. Telefon elib haqiqatni izlasanglar, men sizning savollaringizga javob bermay telefoninglar, men jiq telefon oldi, Rabi xonimiz oldi, Birsim oldi, chat eldimi oldi, voy qanday qarindishim bo'lgan ahvolimiz shu dedim. Saka mundaqmiki biz munda olayotganmiz. Voy sizlarni tillashdan burun azroq vaqtinglarni men sadaqat qilib, bir to'g'ri bilib beraysanlar, epaqsanglar bo'ldi. Bo'lmasa qarindoshlarimiz, men tilsanglar mayli, ammo ma qizlarimiz yashash kerak. Bular cho'ng bo'lish kerak. Bularda hech qanday gunoh yo'q. Gunoh iflos maxluqda. Bizning aşı maxluq. Meningki xatoligim nada desa, ota-onalar buni bir yetpaslar degan chaqda men jandarmaga deyishim kerak ekan asl. Cho'ng o'tkazgan xatoligim shu. Bu jihatdan qonuniy jihatdan jazolasin mayli meni. Men asl ota-onalarning kelib, "Voy, bu ish mening qizim bor, men agamsam bo'lmaydi" degan chaqda qo'yam gapingni. Menga saqchiga demay, men u yerda hayot bir bu qizlar endi. Qizlar ish bo'lgandan keyin uzammu azroq bir normallikni yo'qotdim-da. Shuna otam nim desanglar shu degan, otamlar an degandan keyin mening bir oyning demisman 6-7 qizlar bor edi. Men qizimni agamsam bo'lmaydi, uni istikam deb bu ish mushta yepilib qolsa degan, men shu yerda asli menga jandarmaga degan bo'lsa, bu shu yerda ish bitar ekan endi. Elib alhamdulillah jinoyatchi qachaman deb menga tutilib saqchi nim qildi bo'lmagan bo'lsa, bu ish texim murakkablashib ketar ekan. Shuning uchun men yana ota-onalarning sabr qilishni, bu ishni qizlarimizga agar bizga yo'l qo'yib, qizga yordam qilish fursat qilsa, biz vaqtimizdan yordam qilamiz. Ammo bular bunga bizga faqat yaqinlashtirmay, qanday biz amalsiz qoldi. Biz hozir qizlarimizni psixik jihatdan davolashimiz kerak. Ota-onalarga yordamda bo'lishimiz kerak. Bu lekin biz biz asli men ota-onalarning qarshisiga o'tkazib qolib qoladim. Chunki men atama so'zligimni xuddi bir ota-onalarga qarshidek. Unda emas. Men nimish qarshi ularga. Bu asli ayada bir jinoyatchi va miyada bir ziyankash tushgan beg'ubar pok sabiy qizlarimiz va miyada ichi qonga to'shab ketgan bir ota-onalar. Asli bu de. Men shuningga ish bo'lgandikilar 3 o'qituvchimga bir binas elib kiringlar deb 3 uy kirdiseklar. Voy atslom Facebook binas yezib, voy 3 kirib ayollarga besim qildi, bizga igi chiqmadi degan gaplarni yozgandan keyin, andikini advokat taklif qilsak, voy jinoyatni degandikilar, biz amalsiz qoldik. Nima ish qilsaqlam, bu ishning ta'tirga aylanib ketib qolgandan keyin amalsiz qoldik. Yana hozirmi agar bir ruxsat qilib nim qilsa biz qo'limizdan kelishicha yordam, chunki u bizning farzandimiz. Ular ziyonkashlik kuchurdi. Mening qizim bo'lsa men qanday qildim? Sizning qizlar o'g'il siz qanday qildilar? Shunaqa hammamiz bu ziyonkashlik qilgan qizlar bilan birga jinoyatchi degan ablag jazosini hasilab tortish kerak. Chunki bu kichik sabiy gunohsiz bir ishni bilmaydigan, bularga qariniyat qilgan ablag iflos. Bu dunyoda oxiratni Alloh qo'yib, Allohni ishg'arlashmaymiz. Bu dunyoda 120 yil emas, 130 yil, 1000 yil, 2000 yil yotamdi. Bu jazosini tortish kerak. Buni deydigan gapim shu. Shuning uchun men alhamdulillah bu jinoyatchiga men hozir shu gap bo'lmasa men ko'rishni talab qildim shu iflos bilan. Ey iflos deb men ko'rishni kesbonni talab qildim. Lekin yana bir yerdan chiqib, voy ko'rishib tur desa, yana bir pishnon bo'lsa, bo'z ko'rishib, unga niyada mana bir ish borda, hamda sizlar maktab rahbarlari, maktabning mudirsilimi yo boshqami hamda bir necha boshqarishlar hamda bo'lgan ekan. O maktabning andanasining chiqib qolishi sizlar o'ylamagan, hech kim o'ylamaganda. Ana bu cho'ngroq ayollar bilan yo bir qiz bolalarda bo'lib ketgan bo'lgan bo'lsa, bu yerga yetgan. Endi menda uni boshqa nima qilsak, kichik bir narsida o'zimizning qizidek adamlar bo'lgandan keyin haqiqat hammadan g'azab keladi, nima qildi. Ana sizlar mushuna hozir abad gap ketdim qildida, mushu maktabniki boshqaruv sistemasidagi ninki yaxshi bo'lmasligidanmi kelib chiqqan deb qaramlar va yoki hamda boshqa endi bunda gap. Bir hozirchilik bu ish maktabda bo'lgan bo'lmaganligiga men jazm qila olmayman.
bu ata-onalar maktabda bo'lgan deydi. Ammo mush vaqalikni yezib bizni eng qarlayotgan, masalan, Doğu Pirinchikninki gazetida bu ish bilan maktabning aloqasi yo'q deb yozilgan. Bu ish bilan maktabning aloqasi yo'q. Bu ish jinoyatchining uyida bo'lgan deyil ekandi. Va jandarm ketgan. Jandarma kelgandan keyin men jandarmadan so'radim. Bu bizning maktabda bo'lgan deydi desam, yo'q, maktabning bu ishga aloqasi yo'q. Men nimani ko'rdim, anzini ko'rdim. Sening maktabning ismi bunida yo'q deyili. Lekin men hozir endi bunda deb men inkor qilmayman. Bu qilish ehtimoli bor. Chunki jinoyatchi ablah bizning maktabimizning tok, suv binalari buzilib qolsa, asl o'ngshab birtimi shakli biz uni uchtib pul yurtdik. Andaki bu maktabga misharik Uyg'urlar xohlagancha uy kirganda kirib chiqib ketadimdi. Hech kimni bir odam ishdan kirmaysa demaydi. Bu qilish ehtimoli bor, lekin hozirgachilik ota-onalar maktabda bo'lgan, ishxonasida bo'lgan, liptda bo'lgan deb da'vo qildi. Lekin men endi hozir buningga men dedim-ku, masalan, bir yosh Doğu Pirinchikning gazetini men sizlarga yo'llab qo'yay, balkim ko'rib baqsizlar. Ikkinchisi, shu jandarma menga maktabda bu ish aloqasi yo'q, men shuni bilaman. Lekin men hozir kutyapman. Agar qonundan kelib maktabimda bo'lgan ekan desa, men shuning uchun javobgarlik ustimga olishga tayyor. Chunki men bu yerda maktabga majburlamadim, men ustimga olaman agar ashta bu qolgan bo'lsa. Men shuni hozirlik maktabimda bo'lmagan debmi o'tirib chiqib sakramadim. Hozirlik mening qo'limda takka ish shu. Birinchisi hokim, ya'ni bosh sudchi bu ishning, bu anzining maktab bilan aloqasi yo'q dedi deb gazetda yozilgan. Buni hamma qarindoshlar o'qisa, to'g'ri kirsa bor. Ikkinchisi bizniki bu ishga mas'ul jandarma kelib, bu bizning maktab bo'lgandaydi, maktabda bo'lganmi desam, yo'q, bu maktabning bu ishga aloqasi yo'q deganni bilaman. Lekin men ularning gapiga ishonmayman. Chunki shu qonun bitirib qilsa, men agar sud 120 yillik kesibdi, ana meni kesibdi, ana mag'uylar keldi deb bizni hisob olsa, bo'ynimizning inchga amal yo'q. Agar bu shu bo'lgan bo'lsa, yaxshi gapingizlar. Hozir endi bu to'rda tugada ham e'lon chiqarib qo'yganda nurg'un inkas tushib ketdi-da. Hatto qochoqlarning eka mening mana masalan men sizlar hayotimda o'tirib boqaman shundaqku. to'g'ri. Ullab telefon aloqamizmi yo'q sizlar bizniki. Faqat to'rni tunishimiz. Boshqa odamlarni hech qanday tunimayman. Bilmayman, ko'p odam to'rlarni nima qilamizda hamda. Ana bu yer da'vatxonasi tushgan inkasamda qarab boqsam deydi hamda. Bu 112 yil kesib ketdi, kesildi bu. Endi buni qochirib etgan shu ko'sam bor, ya'ni boshqalar bor, ya'ni ismini qolmabdi-da. Islom maktabidagi odamga o'xshaydi. Ya'ni 3 odam bor. Buni sud ixro qilibdi. Yani oz qolib qoldi, shu ko'sam ekan, turmada yotidi, mushim kesildi endi degan narsa taqildi. Yani bu topladimi, ovozim taqildi, yezim taqildi, inkosligim tushdi ham e'lonniki. Mushdan qanday qaraylar? Yani shu agar men qochgan bo'lsam turmada yetishim kerak, ash qarindoshlarning gapi degan gap to'g'ri. To'g'ri ishdami? Yani bu sizniki eng qarshılayotganlar deyotgan gapda hamda. To'g'ri, ash qarindoshlar agar men qochgan bo'lsam, ko'nlarda bir gap bor-ku. Haliqi mollaga un to'qmoq, turki bir to'qmoq deydigan. Men un yeyishga rozi. Chunki mendek bir odam haqqi dindinga qildigan, bir maktabning mudiri, men millatning davosini qilayotgan, agar men qochgan bo'lsam, men bir nonga un yeyishim kerak. Chunki bu adolat degan shu. Agar qochmagan bo'lsam, tushunami? Qarindoshlarimiz hamda bika tuhmat qilib, menga bika sobiq ishlar, men qiyomat kunida taskin chog'da deyman, men tuhmat qilgan, men bir ajr bir narsa bersin deyman, amalim yo'q. Shuning uchun bizning dinda manda gap bor. Da'vogarning pok tutilishi kerak deydi. Jinoyat gumondori agar pok tutilmasa qasam qilish kerak deydi. Men qilmadim deb qasam qilish kerak deydi. Shuning men qasamni qilmayman, lekin agar paket bir narsa bo'lib, rost ashunda ish bo'lgan bo'lsa, ana men bu yerda voy qilmadim, atmadim deganligim yo'q. Chunki men bu odam o'zini advokatligini qilmaydi. Isbot. Ben u gap uzun bo'lib ketdi. Voy seni az kunda solaydi, voy az kunda atadi, az kunda yotadi degan 200 dollar saqlayapman. Endi hukumat bir shadil bor. Agar shu ish bo'lgan bo'lsa, men shu qonun bo'yicha betaraf qilinsam, okey. Hali men kim bo'lishini qadar yendan takrorlab deyman. Astıqsız demek kim bu ishga bo'lib jinoyatchiga aloqador shu qizlarimizga ziyon solgan ishga aloqador kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini tortish kerak. Va shuni tortish uchun agar yordam qilsa yordam qilaman. To'g'ri, ana agar qilmagan bo'lsa qarindoshlar, allaqay ko'ch gaplar bilan, hamda bu ota-onalar degandan keyin odat bak yomon. Ba'zi gaplarni qilib solgan bo'lish mumkin.
Ya uqib, ya uqmay, hamda bizga achchiq kelib, mana shu kuylar deb endi. Uni biz to'g'ri tushunamiz, ota-onalarning hamda inshaalloh bir dard alamlar ketgan vaqtida endi o'ltirishib, voy sen deb qilib ketsan, men qilsam, ular deyish qolamiz. Ammo ba'zi boshqa to'rlardagi boshqa qarindoshlar, ammo sal surishti qilib, chunki Uyg'urlar ko'p musulmon. Ammo bir xabar kelsa, patabayyanu deydi, patasabbatu deydi. Surishti qilinglar deb. Xitoy chaqdimi ikki tarafni akilib, mana so'z o'tlar. Shuning uchun bu masalada agar men dedim, men degan gapimning hammasi ega, mana bu agar nimaga elindi, lintiq elindi. Sen yolg'on desanglar, isbotlan ko'rsatsanglar, qanchalik jazo olsanglar, mening bo'ynim inchga. Unda boshqa tillar masalan, nim qilamsan, o mening amalim yo'q. Chunki Musa alayhisalomga Alloh deydi ekan, ey Musa, bugun zodi nima tilsang tila, duoni ijobat qilma. Ammo qavmim meni kenimdan gap qilmasin dema, men ijobat qilmayman degancha. Shuning uchun bu masalada endi Abdug'anijon u gap qildi, bu gap qilsin, xalqning gap qildi. Yozgan eng ajallik inkas shoti. Endi endi yushirib qo'ygan uchun bu tutilib oz qolib qoldi deb. Buning sizning tayyorliqlari bor ekan tutsa, men endi sizlarga yana ketgan bo'lsa, balki bir kecha 40 ketgan bo'lar degan hech kim topolmay. Sizlar men tayyorlik so'zlarda saqchilar bilik hamma narsani biladigan narsaniklar shunga hammamiz men so'ch emas. Men hech kimni oqlamayman. Aşağı ziyankeş uçurganlığı haqiqiy chin ko'nglimda histoshlik qilaman. Mening qizim qolib qolsa, mening ishlarim datablab ketib qoldi bu narsani. Chunki millatning qizi, millatning izbosarlari. Bunun için hammamizning qo'g'dash haqqimiz bor. Lekin endi bir tarafning gapini anglablar kelib ekranga chiqib so'zlablar, yana qarlayotgan menda ishni qilmaymiz bu narsani. Unda qilib kelsa men kunda 2-3 video so'zlasam tugamaydi. 1000 kilovatga uçurlar, 1000 kilovatga xalqimizga datlar qaysi birisini qilamiz, qilmaymiz. Faqat o'zim shohid bo'lgan, o'zim ko'rgan narsalar yozmay bir narsalarni. Men Abdug'anijon, men ota-onalarning ko'nglini ayab, men demagan gap bor desam, yaqinlik ishlaysizlar. Meni ovozlava, nima? Men chunki ota-onalar ziyankesh uchirgan ota-onalar bo'lgandan keyin men ularning ko'nglini og'irtishim haqqim yo'q. Bo'lmasa bu yerda jiq ishlar bor. Bu sizlarga deb berganim men deganim 100ning birisi hozir. Bu ishlar hal murakkab, bu Turkiyada degan, bizning ishimiz parlament fikri deyapman. Parlamentda Selim Paşa'da manda bo'ldi, hukumat qo'paguylar, qandag'uy deb hukumat degandan bu yerda bu istixborot, kuch idorasi hammasi kerakli. Bu yerga unda ish yo'q. Türk parlamentida o'tirish bor ekan, sotib chiqqan masala bu. Ikki parlament a'zosi o'tirib chiqib, voy hukumat Selim Paşa'da mushtavos degandan keyin ular kelib bu ahvolni anglab, bu hatto bu kuch idorasi bu istixborotdan men bunda telefon qilib, qo'liqim bilan olgan gap bor bu yerda nurg'un ishlar bor. Men ota-onalar, men qizlarimizning yuzini qilib men chin turyapman. Ben şunu dedim. Eğer qarindoshlarimiz, endi biz ota-onalar bilan nim qilaylik. Endi ota-onalar haqiqatan ko'ngli zarbi yedi. Endi unda zarbiga ota-onalar ochiqda hamma narsani qiladi endi. Men ota-onalar bilan qarshilashgan bunda ishim yo'q. Ammo zadamash kusanimo, endi bir inson bu bugun qon bo'lsa, mashina bir uqib baqib, nim qilmaymish qizlarning haqqini qo'dayli zadi men zad desanglar, bu kelinglar qarindoshlarimiz. Mening bir qoralim yo'q, nimam yo'q. Unisi bak yolg'iz odam, bechora odamman. Akam yo'q, inim yo'q. Hamishada bir necha qarindoshlarimiz bor, bizni yaxshi ko'radigan, biz yaxshi ko'radigan. Shundan boshqa ishimiz yo'q. Kelib o'ltirib, sen qochirgan bo'lsa, men qochiribsan, men isbot ma'vo. Sen chapayibsan, isbot ma'vo. U bu deb desanglar men tayyor. U ish qanday bir nimam yo'q. Mana men da'vatman boshqa gapimni evitib kelinglar bo'lsa, men tinib oldi desanglar, adab degansa hisob bera deb. Men har vaqt, men hozir hatta taklif qilaman. Tashkilot boshliqlari, jamiyat arboblari, Uyg'urchada advokatlar bor. Bu bir guruh tashkillaninglar. Men qanday shart qo'ysanglar ma'qul deb tekshirib, xalq bir ochiqdan beringlar. Beringlar. Agar men hukumatning qonuniga ishonmasanglar, silashda qilinglar. Men tayyor. Maktubimiz tayyor. Maktubimiz butun ish xizmatchilar tayyor. Ashta qilinglar. Ammo hech kimni bu tekshirmay bu yerda gaplarlar bilan, voy kichik qizlarimiz qanday qilamiz deblar, hissiyat sömürgüsü qilmanglar. Mesela saqchilar kelib maktabdan degan ahvol egallagandan keyin tekshirgan maktabdan kameralar bormi, yo'qmi? Albatta bu istixborot aralashdi. Istixborot aralashig'liq, nima aralashig'liq. Chunki nima parlamentga kirgan masala tursa, u parlament degandan so'zlanib, parlamentning to'ri bekitida chiqib bu ishlar degandan keyin. Bu kichik masala emas bu. Masala hal murakkab degan. Uyda aralashgan ish bo'lgandan keyin biz boshqa odamning g'ing qilish nimasi yo'q-da, nima desiz shu? Boshqani buningga men shuni yana takrorlayman. Men ota-onalar bu yerda nurg'un gap deysak, ba'zi gaplar qizlarimizningki nimasiga ta'sir etadi. Ba'zi hozir ko'ng og'rib turgan ota-onalarimizning ko'ngli og'rib qoladi. Shunga men og'zimni yummoqman.
Men kichkina narsani so'zlab qo'ydim. Aqli va odamlar bo'lsa, tushunsin. Bo'lmasa, meni xalqning amalim yo'q meniki. Men ishim qilib beramayman bu ojiz odam. Endi shu oxirgi nimasi bu Olqi Ahmad degan nakasida 112 kesib ketdi. Onun bir ailesi var adammi yo o'sha bo'ytoq o'tib ketgan hamda o'sha ulab endi bir kichik qiz bola qilgan yo Bu Ahmad 2016da bizning qashimizga bir ayolni, bir qiz bolani agashtirib keldi. Men endi bek yolg'iz yerda bir yerda yolg'iz yashaytam, sizlar jamoatlar yashasam deb keldi bizning qashimizga. Kelgandan keyin ma'qul deb biz rahat qurosini selayotgan vaqtimiz shu yerda uni ash rahat qurosini ma turkcha bekchi deb qo'ydi. Güvenlik biz ayada nima qaraydigan odam qilib qo'ydik. Shundan u rahat qo'ros bitdi. Rahat qo'ros bitgan keyin uningga hozirgi mash ziyonkashlik uchurgan oilaninki dubleks uy. Dubleks uy narsani billasizlar. Elaqi asti tuluqay üstsel çalırak bir uy bo'ldi men dubleks deb qo'ydim. Ahmad degan iflos hozirgi ziyonkashlik uchurgan qizlarning ustida o'ltirdi. Yani xuddi bir uydek bo'larchi, hamda shunday yaqin ütimiz hamda. Shundan bu kelib bir necha oydan keyin buningki ayoli ketib qoldi. Shuni ayoli ketib qolgandan keyin men yenimda Abdurmajin deb bir qarindishimiz bor edi. Abdurmajin mening ayoli ketib qopti. Mani ayolni ekib qo'ysalar bu chet el musofirchilikda jafo tortib qolmasin deb deyman. Degan keyin ma'qul deb bu odam o jiroq bir yerga berib ayol bilan ko'rishdi. Ayol bilan ko'rishgandan keyin ayoli deydi, endi bu gaplar asl deyilmaydigan bir gap hamda. Bu iflos askil qilgandan keyin hamda deyli bu gaplar. Shuning bilan bu ayol deydi, men erimni yaxshi ko'raman, u yaxshi odam, lekin u kasal. Mening balliq o'g'im bor. U kasal. Bu Turkiyaga biz davolanib chiqqan, bu davolanib bu saqaymay mushtaqman kesildi, men balliq o'g'im bor degan bu u odam qirinishimiz bir narsa deyolmay, kelib qanday bo'ldi desam, mashta deydi dedi. Degandan keyin men qo'pab mushni bir davolatib qo'ysalar, Alloh ajr urdi. Endi bir erkak degandan endi bu bunda bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bir saqayg'idak bo'lsa, bir davolatlar degan keyin shular ma'qul deb bu Abdurmajin degan qarindoshimiz bu iflosni Sapako'ydagi nimte doktorxonaning ismi. Bir doktorxona var, dağınlık şu doktorxonaga apırdı. Doktorxonaga apırgandan keyin bu doktorlar bunu tekshiraydi. Tekshirib bu kasalda ko'nirib ketibdi. Shundan buni operatsiya qilib qolsak, saqayish nisbati bek to'van, saqaymaslik nisbati yuqori, ham bek jiq pul ketadi, bek ko'nirib ketibdi deydi deb shundan bu yerni olib chiqib, andan keyin xotellik tibiblarni qashqa apirdi. Apirib u yerdan xotellik tibiblarni bir zarab berdi. Şunlar bu şunlar biz menda bu aylık bir insana depşurduğum bir xicil yapalım biz menda depşurduk. Bu şunlar aşağıda olturdu. Bunun kuldan çala tokçilik, çala suçilik işleri kildi. Şunlar bu bizden mektubimizde tok suunun iş çatak çıksa o Ahmet dep çakırımız. Kilip onşap burdu, koşullarını bozup qalsa, komşularını onşaydı, Türklerinin bozup qalsa, Türk müştaq qilib jambaqadigan bir adam bu. Jambaqadigan adam. Andan keyin bu ayoli olmagandan keyin tamaq meselesinde degan biz maktabdan tamaq yesin deb maktabdan tamaq yeydi bu. Bu Ahmetlam emas. Aslında ailesi yo'qda qeri cho'rim bulab qolsa, hozirim bor. Uyg'urlab qolsam tamaq yetaman ekan, maktabda kunda 3 vaqt tamaq olgan ekan, tamaq yesin deb maktabdan tamaq yeydi. Shuning bilan bir yil o'tgandan keyin buningga ko'ni ayoli bir o'zbek ayolni tunishtiribdi. Endi mani bir apqasa deb shuni ben chaqchaqib so'radim, aka men saqaygan bo'lsam qilib bo'shtinsam, "Voy ben saqaydim" dedi. Ammo bu o'zbek shu bugun to'y qildi, ertasi turib o'g'ilsi bu o'zbek ketib qoldi endi. Voy bu xotin ketibdi desam, "Voy bu o'zbek degan pulni deydi-ku, yo'q sababdan" dedi. Men endi bu bechorini saqaymabdi dedim. Shu bilan bu ish mushunda bo'ldi. Keyin endi mushu Ahmad endi mushunda odam endi. Biz 2016 tanışkan. Şundan başlayalım başlamışlar cemaatler birle yaşagan. Hem de bu insanın içi kirip çıkılamaydigan. Bu mesela hemimiz cemaat alıp koldan uçken vay Ahmet Karkıdap. Mesela bu iflas goy. Ziyankeşlikке uçurgan bizden kardeşimiz devamlı tamak vurdu ananı takı. Manda iflas da o. Öyle işin de hem de. Onun üyü çıkıp tuzlu yap tuzluk işleri diyen koşuyor. Çünkü hem hoşuna hem de ama iflas koy hem de kanında hop insan diyen şu şeytan bile olduken bu iflas koy bunda karnı yerine kıldı. Bu mesela bu biz 40 aile bir yaşayımız hemimiz bilimiz onunki. Karşılamışlar düğdeyip buna oy deyip jurduğun nime hem de.
Hammadan voy Ahmad Qarka, voy Ahmad Qarka, an o'ngshapaslar, mani qilyapsizlar deb, ayda bir iflos qo'ydi bu. Rahmat amgam suhbatda bu temalar kirmayli desak, jiq odamning nima bo'lib ketganligi uchun endi oxiri ozroq narsa ichildi. Sotning chiqishini saqlab turgan, sotmi chiqdi. Yana hozir Ko'sa ustozim dedi mana, bunun davlat istixboroti, parlament, hukumat mana davlat eng yuqori o'rinlari buni qo'ltiqliqga. Bu qo'ltiqqandan keyin biz hech kim oqlayamaymiz, hech kimni qorlayamaymiz deb qo'ya. Qorlab oqlash isbot etkarsakmi, davlat hech nima emas. Hatta Xitoyning CCTV'si ham chiqdi. Açık nim bo'ldi, Uyg'ur o'zimiz yasadik degan gapda. Aş vatan degan so'z nim bo'ldi. Ey, bizning bu Uyg'ur emas, xotinning dastida deb o'zimiz yomon bir sat anglandi bir narsalarnikini. Shunga gapni yig'saq, Bibulloh Ko'san efendim dedi, men yushugan bo'lgan bo'lsam, sot ashnalari guvohlik berib qolib qolsa, nima qilib qolsak, nima qilib qolsa, men qonun jazosi ushirsam, men haq dedi. Shundaqmi mana? To'g'ri. Endi bundan boshqa biz nima qilib qolsak bo'ladi hamda? Nima qilib qolsak bo'ladi? Shunga ba'zi narsalar azroq o'pkimizni nima qilayli, lekin diasporadagi Uyg'urning masalani Uyg'ur biz hal qilolmayapmiz, ko'ryapmiz. Tashkilotlar ishlab ketsin, boshqa ishlar o'tirishimiz hech qanday narsani chetdan Uyg'ur chiqilma 70-80 yil qoldi. Hech narsa qilamadik shunaqa narsanikini ko'ryapmiz. Bultul nima shop ketdi, bu yil nima shop ketdi. Biraj hal qila oldikmi? Hal qila olgan bo'lsak, aniga aralashsak. Mana bu ishga davlat aralashgan bo'lgandan keyin hamda birinchi sot ejilib bo'libdi, yana taq sotning davom bor ekan, kim kimligi tutishib, ya'ni kim kimlar qonun jazoga uchraydi. Bu yana oldimizga boshqa savrlar saqmoqdan boshqa amal yo'q. Endi eng oxirgi bir savolni olsam sizdan. Amsilmi Dubayda o'qiblar, Saudiyada o'qiblar, nurg'un arab davlatlarga o'qiblar. Endi bir maktabda bir boshqarish bo'lgandan keyin endi bizmi chet elga chiqqandan keyin biz g'arbda yashayotgan ko'ryapmizda hamda. Her qanday bir yerlerde birini qanday onun yaman qanday bir taraflar yüz berib qoldi, uning qarshi qanday tadbirlarni qo'llanamiz. Xuddilik qilma kelkin kirishdan burun to'g'on savolga o'xshash, endi hamma taraflarni o'ylaymiz. Shunday qilsak men o'ylabni qilgandimi, ya'ni men yuchuqlar chiqib qoldi bir narsalarnikini. To'g'ri. Anda bo'lishlarda ana shu maktabninki, ash Ahmadninki ana chiqishi hamda o'qul yunirib ekan. Yani boshqaruv sistemadagi bir masaladan kelib chiqqan ba'zi bir nimalarnikini deb qilib qolgan bo'lsa, o'zlaridan bir mas'uliyatni albatta. O bunda gap. Bu chuqum bu bizning sistemimizmi chuqum masala bor yo'q emas. Masala bor. Masalan, biz asli Ahmadning shundoq bir qariniyatlik odam ekanligini biz baldo bayqilish kerak ekan. Biz bu gap qilsak gap yo'q jiqdi, ya'ni biz ba'zi masalalarni degan, ammo bugunning bu turimiz tutmaydigan motosivati. Az ziyonkashlik uchirgan ota-onalar, qizlar davomli shu motosiga mindirib oldi. Biz buning bir necha qatam ogohlantirgan ahvolim borda. Biz u niyati demaydi, ma turimizni tutmaydi, ma qizlarlar deb, hatto qizlarning ota-onasiga alohida inkos qilib, ma qizlaring degan bo'lsanglar, ma motoga minsanglar, endi bu gap jaqatonijon. Abdurahimjon. Ammo sistemimizda masala bor. Mesela biz şunun için hazır bütünlüğü yataklık okuğuşlarını beka kılıverdik. Yataklık okuğuşlarını beka kıldık. Anadolu'dan keyin mesela kameralarımızın kaydını kıldık. Hem de aspas kirip çıkan adamlarını aspas sürüştü kılanlar, mektep dikkat kılanlar. Ballı okusun, udul mektepte öykesinde kulumuzdan kilişçe tirişvatımız. Ama mesel var mı var? Bu elbette mesel var. Hem de bununla bizim okulumuzdan kilişçe tirişimiz, baş qarindoshlarimiz kelib bizga tajribelik, bilimli qarindoshlarimiz kirib bizga maslahat bersa, bu ishda bundan keyin bu ishning takrorlanmasligi uchun manda qilishinglar kerak deb nim qilsa, biz albatta buni tuvanchilik bilan qabul qilib yaxshilashga tirishimiz, ammo sistemni masalan bor. Albatta bo'ldi bu. Bo'g'anlikdan shundan ba'zi ishlar bo'lyapti-da bu yerda. Shuning ham bu ishlarda bizmi bundan keyin bu biz bek cho'ng dars oldu. Bu bizga bek ig'ir darajada ziyon bo'ldi. Men day bu Selim Pashoda bu vaqalik mushunda qo'y maktabda bo'lgan deya vaqalik arabcha, inglizcha, ruscha, turkcha taqtildimda. Katta Xitoycha. Xitoycha ham qildimda. Ana buni kim qildi, nima maqsadda qildi hamda. Anadan keyin masalan nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz bizni xato tushunib masalan yordam qilmaydigan olatim bo'ldi. Bu bizga bak ig'ir ziyon keltirdi. Endi bizmi bundan dars olishimiz kerak.
Bo'libmi, masalan, mush maktab bu ishga ma'laqi qonuniy jihatdan hozirgacha maktabni chatilmagan bilan Uyg'urlar hammasi "Voy maktabda bo'libdi, maktabning xizmatchisi qilibdi" degan gaplar bu arabcha, inglizcha aynan tarjima qilinib, hatto mubolag'alashtirman dedimi, Kanadaga bu maktabda 30 ball jinsiy paraga uchragan deb xat yozibdi. Inglizcha bor menda. Shuni Kanada bizga yo'llatdi. Voy qanday gap deganda, shuni biz ahvol miyadimigacha jinoyatchi sotlanayotdi. Ondan degan ulam alhamdulillah biz ham to'xtatamiz o'ylagan. Ulam to'xtatmadimda. Chunki unda ishlar bo'lib turgandan keyin ahvol mishagacha deb tushundirsak, ular to'g'ri tushungandi. Ammo lekin bu ishlarda bo'libmi u hatto masalan shu bizga O'rta Osiyoda yordam qilyapti. Shularni biz ahvolmandamanda qarindoshlar degan ularni to'g'ri tushundi. Birdan bir to'g'ri tushundirmayotganimiz mush Uyg'urlarni. Bu Makkada arabcha taqtildi, shu arabcha. O'ylab baqsanglar. Ruscha, inglizcha, turkcha hamda menga xil pul ketadimdi. Ya'ni yomon emas xizmat qildi ba'zi odamlarda. Buning nimaga foydasi bor? Nima maqsad? Hammamizga hamda aql va odamga aniqandi. Shunday qilib alhamdulillah bizga ya'ni jiq ziyon saqam bo'ldi, lekin amal yo'q hamda bu ish bo'ldi. Bo'lmagan bo'lsa bak yaxshi bo'ladi. Bizmi jiq ko'nglimiz qattiq bo'lib kichik bolalarimizning hamda manda bo'lib qolishi bizni arzu qilib bu yerda kichik Sharqiy Turkiston quramiz. Davlat qurib qolsak, mana shunda bo'ladi deb, mo'sh qarindosh deb bak nim qilib qo'ygan to'q, mana bizga bak eg'ir ziyon bo'ldi. Bak eg'ir zarba bo'lib ketdi. Mush jamoatlarda masalan hozir Selim Pashada manda mush ish chiqqandan keyin mushu bizni ashunda qildi deb qaraydigan jamoatlar bormish hozir. Ular uyda o'tiryapti-da, yana bilba. Ammo masalan shunda qildi deb qaraydigan qarindoshlarimiz bor. Bizni ash qarindoshlar bizni qashimizga kelib bir og'iz gap so'rab boqmoqda. Mushla qildi deb qilishlar o'ylamdi. Bizga anjibek salom qilishni xohlamaydigan, bolalarni maktabga avatishni xohlamaydigan, shunda odamlar bor, biz amal yo'q. Bizlar o'ltirib bunda bir suhbatlashib, sening bu qanday gap deb boqqanmiz yo'q. Lekin masala bormi desa, albatta biz masala bor. Albatta masala bor. Shuning qarindoshlarimizdan mushlarda tajribasi bor, qonuniy jihatdan tajribasi bor, ma'rif jihatdan tajribasi bor qarindoshlar bo'lsa, biz shularni qarshi olsak, ular bizga o'rgatsa, texnik mukammallashtirsak, millatning bolalari bir yaxshi tarbiyalanib, agar bizning asli maktabni qurishlik maqsadimiz bu bolalarimiz shu bundan keyingi Sharqiy Turkiston ko'rishni qildigan 20-30 bola tarbiyalaymiz. Bular Sharqiy Turkiston davosini yuqori pallaga ko'tardi. Agar davlatimiz qurilib qolsa, davlatni mang'uzdigan bola tarbiyalaymiz deb maktabni sanmasdan planni shuni qilganmiz. Yenib qolmadik. Shuning uchun hamda biz yolg'izlik tortyapmiz. Mushning ko'ngli bilib, havo deydigan qarindoshlar bo'lib qolsa, kelib havo desak bu millatning ishi. Bu maktab mening emas. Uyg'ur ilm ma'rifat degan Uyg'urning ishi bu. Men faqat mudiri. Achchiq kelib qolsa, men shu maktabdan mudirlikda istifa olsam ham mening ishim tugaydi. Maktab mening mulkim emas. Ayda gap endi. Rahmat. Masala. Rahmat, vaqtlarni chiqarmay qo'ygan 2 soatda eshitdi programma. Programmani mishada oxirlashtiraylik. Sizlarga ba'zi savolliklarni o'tirib qo'ydim. Ham yana bu programmadan norozi bo'lgan, yana qilgan odam o'qib qolsa, sizlar har zaman haqlan paranglashman, kelsin. Sizlar qog'inni yana ishonmasa haqlan boshqa ish qilinmaydi. Chunki davlat olishdi bunga. Buni oxirini bor ekan. Oxiridan nima qildi? Kirimiz endi eng oxirgi deydiganimiz Uyg'ur choyxonasi programmasi hargiz taraf tutmaydi. Tarafsiz o'rinda qo'ydim savolni, qattiq savolni so'radik. Hammadan o'xshash. Hammasi Uyg'ur qarindoshimiz. İlla bir odamniki binas evatib qolganasi yozib ketgan ish yo'q. Bir odamniki anglab, bir odamniki nima qilganga qoldirib, nima qilib yotmaymiz. Ben deb aytdim, bunda qilsa men kuniga 4-5 video chiqarsam, 1000 kilovatga uchur manglatgan narsadan 4-5 videoga yozib qiladi bu narsaligini. Men nima qila olaman? Qishsizam, o'sha videoni yozsam, chiqarsam nima qila olayman? Hech nima qila olmayman. Shuni hal qila olgan bo'lsak, oldingi yil bo'layotgan Uyg'ur davosi hech nima qila olgan bo'ladi. Hepsi qilamidik. Shuning uchun bir jamoat, kuchlik bir jamoat topib barliq keltira olsak, oqsoqollar nimsin ekilib, bizim vatandagi an'anaviy mahalladagi bir nimalar ishlar hal qiladigan ishlar bir jamoat topini
qurolab qolib qolsak, shuni bir pay solib qolarmikan endi. Bo'lmasa, qonunni shu qonun o'rinlari orqali hal qilmoqdan boshqa ilojimiz yo'q. To'g'ri, boshqa amalimiz yo'q. Amalimiz yo'q. Shunga kashkichalik ichki nimaga bak energiyamizni kuchab nima qilib ketib qolmayli. Deb ana yetib qo'ygan bolalarning ishi tugabdi. Ba'zi yordam qildigan yerning ba'zi nimalar nima bo'libdi. O'qitish maktabda o'qitish sifatimi ba'zi ta'sir yetibdi. Mahalla ko'ygan odam jamoatning parchasini ketib qolibdi. Buni kim foydaladi? Xitoy foydaladi. Kimga ziyon bo'ldi? Uyg'urga ziyon bo'ldi. Shuning uchun biz eng chechilan holatdan birlikka kelgan ittifoqli bir jamoatni qancha qurib chiqarsak, Uyg'urlarning mavjudligini shuncha o'zini davomlashadi diasporada. Rahmat hamsa bugungi suhbat yaxshi bo'ldi deb qarayman. Boshqa yana qolsa gaplarni olay, bo'lmasa programma ijro oxirlashtiramiz. Rahmat, Allah razı olsun. Vaqt chiqarib sizlarga bu ekranni ochib, pul topmaylar shu millatga bir narsa bo'larmiki deylar. Boshqa shu qarindoshlarimiz bilan olgan qarindoshlarimizga rahmat. Qarindoshlarimiz agar boshqa savol kallasida o'tmaydigan savol o'qasa, men telefon nomerimni deb bermayman. So'risi bo'ladi. Endi menda bu masala qarindoshlar jiq murakkab jiq ishlar bor. Men endi bu yerda hammani desam, bika ko'ngil og'riq qildi, elim datni ustiga datuldi. Men eng yaxshisi bu gapni hozir digim yo'q. Men degandek qonuniy jihatdan jinoyatchi yetibdi. Ota-onalar to'xtamay kurash qilsin. Agar bizni jinoyatchi deb qarasa, to'xtab qolmay, shu davomli qonun organlariga berib kurash qilsa bo'ladi. Agar Uyg'urlar betaraf qo'yilsa, men talab qilaman, yine qayta deyman. Uyg'ur tashkilotlar birisi yig'ilib, kelib, so'rab qo'ysa yine bo'ladi. Ammo ota-onalar haqiqatan shu guylarning bu ishda qo'li bor jinoyat bo'lsa, faqat to'xtab qolmanglar. Haqqinglarni elanglar. Chunki haqning keyinda bir mangdigan adabimiz haq bechoralar qilib, haq yo'qolib ketadi, zaybulab ketadi. Shuning uchun bir odamning o'zining obro'yini, o'zini qo'g'dash haqqi bor, qo'g'danglar. Lekin shuni deb qo'yinglar, haqni qo'g'dayman deb mazlum turib, zolimga aylanib qolmanglar. Boshqalarga dalil pakitsiz, usiz, busiz ba'zi gaplarni qilib qolsak, bu dunyoning egisi bor. Bu dunyoda qonun bor. Menmu bilmay undaq yerlarni. Lekin men yenil deyman deb menmu degan bilan hargiz men ota-onalarga ziyon bo'lgan bir ishni qilmayman. Chunki hozircha qilmay keldim. Nurg'un gaplar bor, menda ovozlar bor, ba'zi qo'limda naq qog'oz isbotlar bor. Ajoyib gaplar bor. Shuning uchun endi bu gaplarni digimmi yo'q. Xatolik o'tkazgan odam tövbe qilsin. Oxirat Alloh uchun. Ma dunyoda qonuniy mas'uliyatni o'z ustiga olsin. Bu qizlarimizningki bundan keyingi ahvoli yaxshilanish uchun agar ota-onalar mana yordam qilinglar desanglar, ishigim uchoq. Psixik jihatdan bo'lsin, boshqa davolatish jihatdan bo'lsin, hatto shu qonuniy jihatdan bo'lsin-mu, mening qo'limdan kelishicha yordam qilishga tayyor. Xatoligimiz ko'p qarindoshlar. Shu vaqtda boshqalarningki bir g'aybatini qilib solgan bo'lsak, boshqalarning ko'nglini orttirgan bo'lsak, kechirim so'raymiz. Qo'limizdan kelishicha insonchilik tirishmoqda ekanmiz. Ishqa odam, chuqur manga odam yiqildi, putilishdi, bu aniq gap. Shuning uchun to'g'ri qilishlarimizdan xato qilishlarimiz jiq. Endi bu kusani bu maktabning yuziga chiqib qolgan bilan, men orqada men Alloh shohidim, bu ishqa mendan jiq kuch qolgan insonlar bor. Ularni hech kim tonimaydi. Men mana buni bir xoshamad qilib yoki degan gap emas. Men bilaman bu ishlarni. Orqamda bir necha shaxs bor, ular bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo bu ishni muvaffaq qildi. Ammo orqamda bir necha shaxs, bularni hech kim tonimaydi. Bo'lmasa, bu ishni men hayotimda to'xining katigini sepaqqa emas. Men qanday qilim bu ishlarni? Mumkin emas, qilolmayman. Lekin mana ekranga chiqmaydigan, haq bilishni xohlamaydigan mazmut o'g'ilvoldim bir nechasi bor. Ular bo'lmasa, men bu ishlarni asla vujud chiqarmayman. Alloh subhanahu va taolo shularga ajr azim ato qilsin. Ana bizdagi ko'nlar bir sep gapa, eshikni 5 tutgan shouchi deydigan. Biz shu mashinadan shu 5 dop qilib, xuddi biz bu ishni qilganda, butinim qanday ko'rinib qolganlar qarindoshlar. Biz bu safarning kichik oddiy bir qismi. Shuning uchun mening o'zimning ba'zilar chet elchilik, musofirchilikda ba'zan ochchig'imiz ham bo'lib qoldi. Shuning uchun xatolik so'zlash jarayonida bo'lsin, xatolik o'tgan bo'lsa, kechirim so'rayman. Agar mushishlarda ota-onalar bizning mas'uliyati bor desa, men ota-onalardan yine kechirim so'rayman. Lekin bu qonuniy mas'uliyatdan kechirim so'ramayman, da'vo qilinglar. Agar qonuniy jihatdan mas'uliyat bo'lsa, qonuniyatdan olsanglar haqliq. Bu mening men qoidaman. Ammo men naqchilik qilgan bo'lsanglar,
bulab do'stlarning hamda zinkayt kuchurgan, achchiqlig'i bor, dard yomon, lekin ma ish insonning bashar kammisin. Ma ish insonning bashar kammisin. Hammanglarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, sizning qimmatli vaqtlarni chiqarib, obdan bir programmaga nima qilib berdilar, shohidlar so'zlab berdilar. Bundan sizning atrofingizda qo'llayotgan Salim Pasha Uyg'ur mahallasiniki qurilish uchun kuch qolgan huquq Uyg'ur bilim yurtiga to'p qo'shayotgan barliq ustozlarga sizning qo'llayotgan hammanglarga Alloh ajringni bersin. Millat uchun bosgan qadamingizga barakatli qilib bersin. Turli fitna fasod, g'aybat shikoyatlardan saqlasin. Uyg'urniki gullish uchun mangan qadamingizdan gullansin. Şu qarindoshlar degan programmamiz mishagichi bo'lsin, boshqa yana programma qilib qoldimizda yana davomli ko'rishib turamiz. Bundan keyin mana Turkiyadagi maktablar haqida ko'proq yana uchurlar, bularni qilayotgan ish izlarini tunishtiraman. Masalan, orada Hira maktabining qurilganligining 15 yili bo'libdi. Hira'ning nima Luqman jamoalarining nima qilganlarini ko'rib turyapmiz. Ekranga chiqib shuni so'ziltimiz. Chunki O'rta Osiyolik qarindoshlar bek talab qilyapti bizdan. Keşke siyaset sözleyatı bir yenilik bombayatıdı. Uygur cemaatini yutmuşturup yakınlar. Biz torda yazılgan neresi Uygursun okuyamaydı ekanmiz. Biz köprek sözlüsün. Biz Tunaylı işlerininkine devam ediyoruz. Şuna şıkkı haklarını tunuşturuşma. Bizimki millet aldık bir mesuliyetim, mecburiyetim. Şuna şıkkı her kanda faaliyetini kapkası kolla kuvvetleyimiz. Mesela İslam Mektabı'nın yaxşı faaliyet olup kapkası. Buraya vakıf koysa bana bir faaliyetimiz vardı. Bosmuşluk halkımızın bir köygen boğan bolsa adısıyla. Şuna vaktini doğrulayıp kapkası. To'g'rilab shu faoliyatdan qisqacha xalqga ko'rsatsak yaxshi. Shu yilli farzandlarimizni, shu o'quvchilarniki ish izlarini xalqimiz ko'rsin, bilsin. To'g'ri chiqqan ikki parcha resim yo bir narsa emas, amaliy narsani bir naq maydonga qilib taqtamiz. Hammaga ko'p rahmat qarindoshlar. Inkoslar behchiq yozib ketib qopti. Inkos hammani o'qib bo'lammi dem. Bu inkoslarga yana savol so'ragandek javob nima qolmadi. Ko'rsatsangiz hammani dedi. Undan boshqa yana gelis qilmayadi, nima qila olmaydi. Şuna videonuma başı axını köme işki kız gibi kesip yapılarken hayatım işte torda yani işki jangicilerge zihnimizni puratmaylik. Yaxşı qılayotganligini qo'llaylik, qo'llamsaqma shular qarshi harakat qilayotganligi sebebini o'tab qolmaylik. Hammamizning ejrini Alloh bersin, qiyomatda Allohning oldida hammamiz javobgar. Biz bu programımız bir şey olsa Allohga emanet. Xo'sh. Allohga emanet. Allohga emanet.